Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Aka, biz tanishmasmiz-a siz bilan? Yo'q, men-ku sizni tanimayman. Endi siz bilmadim, meni ko'rganmisiz yo'qmisiz. Men ham sizni mana shu voqealardan keyin ko'rdim. Men Meni sizni taniyman. taniysizmi? Men sizni taniyman, internetda ko'rganman. Hozir bizda shunaqa holat bo'ldi, uzr so'rab qo'ymoqchimiz, chunki biz maytda hozir o'sha aynan voqea bo'lgan shaharda, o'sha mahallada o'tiribmiz. O'sha mahalla mana yonimizda o'sha voqea bo'lgan uy va o'sha yerdagi o'zbeklar, qo'shnilar hammasi shatda. Marhumani ham taniydi batta hamma. Marhumani ham taniydi. Mana ikkita hali gumondor bolani ham hamma taniydi. Bu yerda hozir shunaqangi ish bo'ldiki, bir ruhiy kasal bo'lib qolgan bitta ruhiyatida muammosi bor, boshida muammosi bor bir ukamiz kelib, maytda to'palang qildi. U ham o'zbek bola. Lekin hozir mana politsiya bilan tashqarida muammoni hal qilishyapti. Biz tashqarida eshikni qulflab chiqib gapiryapmiz. Siz e'tiroz bildirdingiz-ku, hali taraq turib qilishar ekan deb. Biz hozir aka o'zbek oshxonada o'tiribmiz mana. Shuncha odam onlayn va offlayn bizni kuzatishyapti. Hammasi o'sha marhumani qo'shnilari xullas, Koreyadagi qo'shnilari. Butun armiya kelibdi deng. Yo, armiya emas aka, biz armiya emas aka, biz prosta xolis odamlar, xolis hali. Yaxshi. Hammani maqsadi adolat aka. To'ppa-to'g'ri, rahmat sizga doktor. Birinchi gapingiz keladigan bo'lsa, o'zi aslida endi bu simbolik nosog'lom bola deyapsiz. Bu jamoat joyi o'zi aslida siz chiqishingiz kerak edi. Endi bu bolani chiqarib yubordingiz, odam sizga g'alati bo'lib qoldi. Chunki oddiy bu yoqqa jamoat joyi odamlar endi ovqatlangani keladi-da, primoy efir qilgani emas. Ularni endi baribir og'zini o'chirib qo'yish menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Mayli, prosta endi obunachilar sal xafa bo'lib qolishdi-da. Koreyada shunaqa joy yo'q. Bo'lib qoldi. Xo'p, boshlaymizmi bo'lmasa, agar tayyor bo'lsangiz? Bemalol aka, bemalol. Qarang. Savollaringiz bo'lsa, bunday qilaylik. Savollaringiz bo'lsa menga bering. Menga o'zimga savollaringizni bering. Bu yerda faqat o'z siz bilan gaplashamiz. Qolgan bizga hech kim kerak emas. O'z oldingizda o'tirursiz. Yo'q, qarang, Setora. Yo'q, qarang, bitta narsada Setora dedingiz. Yana boshqa narsalar dedingiz-ku, boshqa odamlarni ham gapirdingiz. O'sha insonlarni, men u insonlarga javob bermayman, hali Setora-yu, boshqa Farida-yu javob bermayman ularga. Chunki ularni o'zi ham shatda o'tiribdi. Hozir qarang aka, bizga faqat siz o'zingiz keraksiz bizga. Albatta, faqat siz o'zingizga savol javoblarni beramiz. Savol javoblarimiz nimadan iborat bo'ladi? O'zi unaqa ko'p emas, bo'lsa bir 15 ta 20 tadir maksimum bor savollarimiz. Iloji boricha men savollarimni beraman. Kecha o'zingiz bilan gaplashganingizda qanaqasingiz savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, jonli efirda menga bering deb aytdingiz. Mana o'shaning uchun savollarim bor. Unaqa ko'p emas. 15 ta yo 20 ta atrofida chiqadi. Men o'ylaymanki, savollarga qisqa va lo'nda siz ham javob berasiz. Men savollarimni qisqa va lo'nda qilaman va shu bilan primoy efirni tugatamiz. Sababi bu yerda juda ham ko'p odam shunchalik bizani hurmat qilib, bu yerda kutib o'tiribdi, qarab o'tiribdi, masalaga oydinlik kiritishimizni xohlayapti. Hammani o'zini ishi bor. Shu qatorda sizni ham. Xo'p, agar tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu 10-15 ta savollarim bor. Shu savollardan keyin bemalol hammamiz o'zimizni ishlarimiz bilan yana ham mashg'ul bo'lamiz. Tayyormisiz? Tayyorman aka. Xo'p, o'g'lim bor. Meni ismim Javohir, tanimaganlar uchun. Chunki bu yerda yana yangi obunachilar ham bor. Ismim Javohir, familiyam Sultonov. Dalil-uz ommaviy axborot vositalari rahbari va asoschisiman. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan, ya'ni o'sha Koreyadagi Nozimaning o'limi yoki uni o'ldirilishi. Bizda hozir bu narsa albatta hozircha vaqt bo'lib turibdi. Shu muhokamalar bo'yicha biz o'zimizning jurnalistik surishtiruvlarimizni amalga oshiryapmiz. Bugun mana siz bilan gaplashdik, kecha qizni onasi bilan gaplashdik, Koreyadagi yugan qizlar bilan gaplashdik, ko'pchilik bilan va bu narsa hali o'zini nihoyasiga yetgani va yana darshi davom etadi. Xo'p, demak bizning birinchi savolimiz, Avaz aka, siz o'zingiz Nozimani o'zini o'zi osib o'ldirganligiga ishonasizmi? O'zimmi? Bugungi savollarim hammasi faqat sizga. Yo'q. Ishonasizmi demoqchimisiz? O'zimni ichki nimani so'rayapsiz? Savolimni qaytaraman. Marhuma Nozimani o'zini o'zi osib o'ldirganligiga siz ishonasizmi o'zingiz? O'zini o'zi osib o'ldirganligiga birinchidan men o'sha yerda bo'lmaganman, osilgan holatini ham ko'rmaganman.
bizga Farida opa, Melisaxona bilan gaplashgan, yonimda yurgan opa. Chunki Nozimani opasi bu. Nozimasini qo'lida ishlagan opasi bu. Bu yerda bizga yordam berayotgan inson bo'lgani uchun bu aytayaptiki menga Melisaxona bizga qog'oz berdi. Bu o'zini o'zi o'ldirgan. deyapti-da, o'zini o'zi o'ldirgan deyapti. Melisaxona ham bizga o'zingizning fikringiz bilan aytib keting, bizga u Farida opa bilan ular bilan hali yana alohida chiqishamiz. Chunki har bitta odam bilan alohida gaplashishimiz kerak. Mani fikrimcha buni politsiya hal qiladi. Men buni onasiga ham boshda aytganman. Agar avaziga savolim menimcha siz tushunmadingiz. Kim hal qiladi demayapman. Yana bir marta qaytaraman. Menimcha siz tushunmadingiz. Nozimaning, marhuma Nozimaning o'zini o'zi o'ldirilishiga, ya'ni o'zini o'zi osib o'ldirganligiga siz o'zingiz Koreya yangiliklari bo'lib ishonasizmi? Bu narsa hali ochiqlanishi kerak, lekin ichimda, meni o'zimni ichimda o'zini o'zi osgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Siz o'zi shunaqa deb o'ylaysiz. Siz ijtimoiy tarmoqlarda o'zini o'zi osdi deb o'sha xabarni siz chiqardingiz. Demak, siz hozirgi gapingiz bo'yicha shu, ya'ni oldingizda o'tirgan Farida opani gaplariga siz ishondingiz va o'zingizdan shunaqa deb o'ylaysiz. Melisa ham bizga telefonda xuddi shunaqa deb aytgan, men eshitib turgandim o'sha paytda. Xo'p, tushunarli. Birinchi savolingizga javob qabul qildik, savolimizga javob. Ikkinchi savolga o'tadigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda qo'lingizga butilkani olib, Nozima aroq ichib va shuni orqasidan mana butun bir boshli qiz, guldek qiz barbod bo'ldi. Go'yoki sizning videoyingiz shunaqangi targ'ib qilinganki, bu qiz bu arog'i ketidan ketdi, shu aroqni ichib shundan bo'ldi deyilgan g'oya oldinga surilgan. Siz u qizni, Nozimani spirtlik ichimlik iste'mol qilganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Siz boshdan bering savolingizni. Savolimni yana bir marta qaytaraman. Ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni o'zingizning profilingizda siz butilkani shunda qo'lingizga, bunda qo'lingizga butilkani ushlab turib, ya'ni aroq shishasini ushlab turib, mana shu aroq orqasidan butun bir boshli qizni hayoti parchin bo'ldi deb, ana o'sha qotillik bo'lgan uyda kelib otdingiz. Go'yoki bu video bilan siz aytmoqchisizki, mana shu aroq orqasidan ketdi deb. Savolim shundan iboratki, siz marhuma Nozimani spirtli ichimlik iste'mol qilganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Siz savolingiz noto'g'ri ketyapti. Men savolingizni siz savolimni aylantirib beryapsiz-da. Men o'sha yerga gapimga javob beraman. Gapimga javob beraman. Spirtli ichimlik sabab, bu ham bitta sabab. Sabab, demak ichimlik tushundik. Xo'p, lekin siz o'zingizni ko'zingiz bilan ko'rganmisiz spirtli ichimlik ichganligiga? U ayolning ichganliginimi? Nozima, marhuma Nozimani. Yo'q, ichganligini ko'rmaganman, lekin o'sha voqeaga o'sha spirtli ichimlik sabab deb men videoda aytganman. Bo'ldi, rahmat. Demak, ko'rmagansiz ichimlik ichganini. Biz javobingizni qabul qildik. Xo'p, endi keyingi savolga o'tamiz. Nima uchun marhumani obro'siga putur yetkazadigan so'zlar bilan efirga chiqyapsiz? Ya'ni bu fohisha, buni ham onasi fohisha, challenge qiling deb. Nima uchun siz marhumaga nisbatan bunaqa obro'sizlantirishga qaratilgan videolarni qo'yasiz? Ya'ni shu fohisha bu, challenge qiling deb. Nima, siz ayollarga qanaqadir bir shaxsiy adovatingiz bormi yoki Nozimaga? Nimaga u shaxsiy hayotga aralashsa bo'laveradimi sizga savol? Hech kimni shaxsiy hayotga aralashishga hech kimning haqqi yo'q. Bu haqida hozir siz haqingizda gap ketyapti. Ya'ni siz bu fohisha challenge qilinglar deb butun hammaga targ'ib qilyapsiz. Siz Nozimaga shaxsiy adovatingiz bormi yoki uni fohishaligini bilasizmi yoki ayollarga shaxsiy adovatingiz bormi? Savol shundan iborat. Siz qisqa savollarga, sizchi savollaringiz bor-ku, ketyapti-da, javoblar 3-4 ta joyga aloqador-da, tushunyapsizmi? Demak, sizga yana ham qisqaroq savol bergan. Yo'q, qisqaramay savolingizni siz menga. Sizga tushuntirib, mana sizga savol. Bu savolingizga javob berish uchun siz o'zi Nuripang nimaligini bilib oling. Nima degan Nuripang degan? Yo'q, bu Nuripangning nima aloqasi bor bu yerda hozir? Nuripangda tushunsa nima bo'ladi odam? Siz Amerikada turib olib, Koreyani savolini tushunmaysiz-da siz. Nuripang nimasini tushunmayman? Nuripang degani aroq ichib karislarga aroq quyib sizga oldin tushuning siz. Karis ashula aytadigan karaoke bo'ladi-ku. Xo'p, karaoke, xo'p. Ha, o'sha yerda o'tirib karislarga aroq quyib berib
Hovsiga aroq quyib berib. Ha, o'sha u yer bu yerini ushlatib o'tiradigan joy. Demak, men tushunishim bo'yicha yerda karaoke, ham endi spirtli ichimliklar bo'ladi va o'sha yerda hamma emas, endi ayrimlar kelib, shu tanasini, ya'ni ayollar tanasini ushlattirib o'tiradi. Siz shunaqa demoqchisiz, men to'g'ri tushundimmi? Ha, Norepang degani shunaqa joy. Norepang deganmi? Ha, Norepang. Norepang, shu Norepangga rahbar oldingizda o'tiribdi, Farida opa. O'sha qizlarni ishlataman deb efirda aytgan. Men Norepangda mani ishxona O'ziga savol beryapsiz. siz menga savol beryapsiz. Siz hozir tushunarli. to'xtab turing. Bo'lmasa, to'xtab turing. Yo, to'xtab turing. Baqa savolingizni tugatib olingda, keyin menga berasiz. Tushundingizmi? Tushunarli. Nima uchun yana boyga savolimni qisqa va lo'ndasiz, siz fohisha challenge deb e'lon qilasiz. Challenge qilinglar. Bu fohisha deyapsiz. Ya'ni oldingizdagi ayolga gapingiz o'tsa agarda jintining fohisha challenge qilinglar deganimiz isbotlab berasiz. Albatta isbotlab beraman bu efirimdan keyin. Tarqatinglar dedim. Ha, o'sha tarqatinglar, fohisha tarqatinglar, challenge dedingiz. Siz so'zma-so'z challenge kiradi. Qormenda. Yo, aka qarang. Buni nima demoqchi bo'lganimni siz javob turibsiz. Shaxsiy hayotimga aralashdimi? Mana aralashdim. Javob tushunarli bo'ldimi? Yo'q. Savolimni siz eshitmayapsiz meni. Siz marhuma Nozimani fohisha ekanligini o'z ko'zingiz bilan ko'rganmisiz? Videolari kelibdi, sizga videolar kelgan-ku. Men birovni taydayotganini ko'rmaganman, lekin rahmat. Mana shu javobingiz bizga yetadi. Mana bu haqiqiy mujikchi, erkakcha javob bo'ldi. Katta rahmat sizga. Endi sizga navbatdagi savol. Koreyadagilar biladi, unaqa joy nimaligini biladi. Koreyadagilar biladi. O'z rahmat kattakon, qabul qildim javoblaringizni. Nima uchun siz, ya'ni Koreya yangiliklari admini Avaz aka, qotillik joyiga kirdingiz, butun vaziyatni ko'rdingiz, to'g'rimi? Ijtimoiy tarmoqlarda mana kuzatyapsiz. Nima uchun siz aynan Sherzodni qotil deb o'ylamayapsiz? Chunki politsiya o'zi shunaqa gumonga borib, o'sha politsiya bu yerda qotillik alomati yo'q deyapti. Tushunyapsizmi? Demak, lekin oxirigacha tekshiramiz. Lekin qotillik alomati yo'q deyapti. Bu politsiyaning fikri. Menga politsiyaning fikri qiziq emas, menga aynan sizning fikringiz qiziq. Siz nima uchun? Yo'q, biz politsiya fikrini olamiz. O'zimizning fikrimizni bildirmaymiz biz. O'zingiz fikringiz yo'q. Sizning bu savolimga o'zingiz fikringiz yo'q. Politsiya beradi u narsani. Yo'q, tushunmadingiz. Sizning fikringiz, mana siz o'zingiz nimaga o'ylamayapsiz? Mana shu odam, ya'ni Sherzod qotil emasmikan degan, nimaga shu narsani siz o'ylamayapsiz? Men o'ylayapman. Kim aytdi siz o'ylamayapsiz deb? Yo'q, so'rayapman-da o'sha. Demak, shu odam qotil bo'lishi mumkin degan sizda ham gumon bor, to'g'rimi? Ha, bor. Chunki men eshitdim buni, men birinchi buni qotilligini men isbotlamoqchi bo'lib, men harakat qilib yuribman hozir. Rahmat, qabul qildim. Xo'p, keyingi navbatdagi savolimiz, nima uchun marhuma Nozimani tan jarohatlarini va uyga kirganingizda shunaqangi dahshatli ko'rinish holatlarini o'zingiz guvohi bo'ldingiz, to'g'rimi? U joyga mana emas, aynan siz kirgansiz. Nima uchun siz darhol politsiyaga qo'ng'iroq qilmadingiz? Politsiya kelib ketib, o'ziga kerakli narsalarni olib ketib, u uyni tozalab, yig'ishtirib tashlayveringlar degandan keyin biz kirganmiz bu yerga. Xohlasangiz, bu bo'yicha sizda dalil isbotingiz bormi? Surishtirib olasiz. Ha? Xo'p bo'ladi. Bu bo'yicha, ya'ni siz mana hozir savolimga javob shunaqangi berdingizki, politsiya mendan oldin kelib, o'sha kerakli narsani olib ketib bo'lgan va undan keyin biz kirdik deb aytyapsiz, to'g'rimi? Shu javobingizni qabul qilaylikmi? To'xtab turing. Javobim qo'shni eshiting. Biz politsiya kelib, uyni polni tozalab, o'ziga kerakli narsalarni olib ketgandan keyin to'xtab turing. O'ziga kerakli narsalar toza emas-ku, hamma bardak edi-ku. Nega uy toza deyapsiz? Mana shu joyga yana qilib keting. Eshittirsiz, savolni eshiting, javobni eshiting. Eshitaman. Politsiya kelib, o'ziga kerakli narsalarni olib, politsiya deyapman. Politsiya kelib, o'ziga kerakli narsalarni olib ketgandan keyin, o'sha uyni egasi menga ichidagi narsalarni yig'ishtirib tozalanglar. Endi betga boshqa odam qo'yaman degandan keyin biz kirganmiz u yerga. Tushunarli. Savol endi bu yerda qo'shimcha qilib qo'ymoqchiman. Sammi ikkalangdan bittasi aytganki, politsiya ruxsat bergan yo'q edi deganda, o'sha yerda videoda tushib qolgan. Ha, o'shani nima qilyapsiz siz? Tushunib turibman. Biz o'sha kuni
nimadan? Pudonsandan ruxsat olib, ya'ni bu yerdagi uyda egasi degan ma'noda bildiradi. Beradiganlar. Sabr, gapirib oling. O'sha xonadonning egasidan biz uyga kirib, ruxsat olib, narsalarni olib chiqib tozalab tashlaylar, bu yerga boshqa odam qo'yaman. Tozalab beringlar bu yerda degandan keyin biz kirib video qilganmiz. Biz o'sha narsalarni Sherzod sen o'zing tozalading. Sherzodni o'zi uyda egasi tozalab tashor degandan keyin tozaladi. Buni biz politsiyadan so'rab keyin qildik. Mana javob sizga. Xo'p. Ijtimoiy tarmoqlarda javobingizni qabul qildik, mayli, xo'p. Demak, politsiyadan keyin siz kirdingiz. Sizni savolingizga javob shuna, politsiyadan keyin hamma narsani o'zi ko'rib bo'lgandan keyin siz kirdingiz, to'g'rimi? Biz to'g'ri tushunamizmi javobingizni? Uzr aytdim, nima kelib qoldi, eshitmay qoldim. Yo'q, yana bir marta qaytaraman. Demak, sizni javobingiz bo'yicha politsiya o'sha kirib bo'lgan va siz o'shandan keyin ruxsat bilan, ya'ni xonadonning egasi ruxsati bilan siz kiryapsiz uyga. To'g'ri tushundimmi javobni? Ha, o'sha bizga kerak emas u xonalar degandan keyin tozalab beringlar bizga, xonamiz boshqa kvartirani qo'yamiz degandan keyin biz kirib narsalarni olib chiqib, Mununga aytganman, narsalarni olib chiqib ota-onasiga jo'natib yubordim. Uyni topshirib yuborgan keyin. Tushunarli. Xo'p, avvalgiga o'z necha yildan beri Koreyada yashaysiz? 10 yil bo'lib qoldi. 10 yil bo'lib qoldi. Qarang, men ham Amerikada shunaqangi strukda yashayman, ancha yildan beri, barchamizga ma'lum. Nafaqat Koreyada, balkim butun jahon bo'yicha, Amerikada bo'ladim, hattoki O'zbekistonda bo'ladim yoki Koreyada bo'ladim. Dunyoning barcha mamlakatlarida agarda bunaqangi alomatlar bilan yoki mana qotillik alomatlarini ko'rib, aynan shu uyda o'lik chiqqanini ko'rib kelgan politsiya xodimi albatta u eshikni pechatlaydi va har bir mayda detallarga nomer qo'yib chiqadi. Ben sizga aniq bir ishonch bilan ayta olamanki, siz kirishingizdan oldin politsiya u xonaga kirmagan. Zero agarda politsiya xodimi yoqqa kirgan bo'lganida, albatta bu narsani pechatlab qo'ygan bo'lardi. Lekin sizning gapingizni men baribir ham qabul qilaman. Ya'ni siz politsiyada kelib bo'lganidan keyin siz u xonadonga kirgansiz. Qabul qilaymi shu javobni? Rahmat kattakon. Mana endi sizga bitta narsani qo'shib qo'ying. Siz aytyapsizki, Amerikada yurarkansiz, o'sha xonadonga kelgandan keyin politsiya pechatlab tashlaydi deyapsiz, to'g'rimi? Ha, agar to'ppa-to'g'ri shunaqa. Ha, jinoyat alomatlari bo'lgan joyda nomerlab detektivlar kelib o'rganadi u joyda deyapsiz, to'g'rimi? Detektivlar emas, ekspertlar keladi. Ekspertlar kelib o'sha o'rganib ketgandan keyin bizga u xona kerak emas, tamom degandan keyin u topshirib yuboringlar u xonani, boshqa odamga berib yuboringlar degandan keyin biz kirganmiz. Mana shunaqa deganmi? Qo'lingali shishani olib, siz hech kim ahmoqsiz demayapti. Siz hech kim ahmoqsiz demayapti. Politsiya demak sizga shunaqa degan, to'g'rimi? Bo'ldi. Politsiya menga unaqa demagan. Politsiya biz aytganmiz, uyni egasiga. Uy egasi. Ha, uyni egasiga borganmiz, politsiyaga emas. Biz politsiya kelganini qayerdan bildingiz? Politsiya kelganini qayerdan bildingiz? Ular aytib, tozalab, o'sha kerakli narsani olib ketgan, u voqea bo'lgan paytda politsiya kelgan. Bular deganingizda kimlar, ya'ni aniqlik kiritib keting-da. Oting nima edi? Sirojiddin bilan Sherzod. Sirojiddin bilan Sherzodni gaplariga demak siz ishondingiz. Politsiya kelib ketdi degan gapiga. Yo'q. Oldimda telefonda ham gaplashdi. O'sha xonadonning egasi ham aytib turibdi bu narsani, tushunyapsizmi? Bo'ldi, o'sha xonani yig'ishtirib olib chiqib ketinglar, musor deyapti. Ichidagi narsa musor. Daji musor. Tushunarli, rahmat sizga kattakon. Savolingizni albatta biz qabul qildik. Navbatdagi savolga keladigan bo'lsak, nima uchun Nozimani tan jarohatlarini ko'rib va shu uydagi holatlarni barchasini mana o'zingiz o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Nima uchun internetda bu narsani muhokama qilmaymiz deb aytyapsiz? Nima uchun muhokama qilish kerak emas bu mavzuni? Ya'ni jinoiy alomatlarni ko'rib va marhuma Nozimani og'ir tan jarohatlarini ko'rib, nima uchun bu narsani muhokama qilmaymiz deyapsiz. Bu gaplaringizdan ijtimoiy tarmoq faollari va shu qatorda jurnalist blogerlar go'yoki siz bu tomonga yon bosyapsiz, nimagadir ishni tezroq yopti qilmoqsiz degan go'yoki shunaqangi xayolga kelyapmiz. Nima uchun bu narsani biz muhokama qilishimiz kerak emas? Tan jarohatlarini ko'rib va bu xonadagi bu bardakni ko'rib. Qarang, bu savollaringizcha uzunroqda, qarang, men qisqaroq qilib javob berishga harakat qilaman. Siz aynan videoyimda ham gapirganman, xuddi shu lafzda gapirganman. Marhumani vafotini muhokama qilmaymiz deganman. Men nimani aytganman? Marhuma o'zini osibdi, bunga janoza o'qilmaydi. Bu o'zi yaxshi qiz emas edi, o'shaning uchun bir nima deydi, bir kasofat bo'ldi bu narsa, Allohdan keldi
degan kommentariyalar yoki bildirishlar shunaqangi masalan o'zini o'zi o'ldirganni bizni O'zbekistonda yoki musulmon jamiyatida noto'g'ri anaqa bo'ladi-ku, aslida ham o'zi shunaqa. Men aytgan narsa marhuma o'zini o'zi o'ldiradimi? O'zini bir kasalligi bilan o'ladimi? Uni biz muhokama qilmaylik. Hali u jannati, u do'zaxi deb muhokama qilmaylik degan ma'noda menda o'sha u video montajdagi videoda to'liqlari ham bor. O'sha yerda ham o'zi videoni ko'rgan odam ham tushunadi, chunki yonimda 50 ta odam ham turadi. Hammasi guvohlik berishi mumkin. Men aytdimki, marhumani o'zini osganligini yoki o'z joni, hali o'zini bir kasalligi bilan o'lganligini, bizda shunaqa narsa bor, o'zini osdi desa, tezda negativ. O'sha negativ bilan qabul qilib muhokama qilmaylik degan ma'noda aytganman. Har bitta so'zim zapisda turibdi, men o'chirmaganman. Yo'q, ko'rdik uni o'chirganingiz yo'q, u narsalar turibdi. Prosta bizga qiziq bo'layotgan narsa tan jarohatlarini ko'rib tur. Xonadagi qotillik alomatlarini. Siz noto'g'ri gapiryapsiz-da. Siz noto'g'ri gapiryapsiz. Tan jarohatlarini ko'rib turib deyapsiz. Siz meni oldimda turibsizmi o'sha kuni tan jarohatini ko'rganimni qatdan bilyapsiz? Qarang, men sizga shu savolingizga javob beraman. Eng qizig'i, men ham yerda bo'lganman. Men qanaqa ko'rdim, nima deb o'ylaysiz? Men Amerikadaman. Siz hattoki Koreyadasiz. O'sha savolingizni bersangiz, men javobini beraman aka. Qarang, nima deb o'ylaysiz? Siz Koreyadasiz, o'likni oldasiz, to'g'rimi? O'sha atrofda yuribsiz, to'g'ri? Endi siz yuvintirgani kirmaysiz ayol kishini-da. Men lekin Amerikadaman, Koreyada emasman. Lekin men ularni ko'rdim. Men qatdan ko'rdim va ijtimoiy tarmoqlarga ham e'lon qildim. Siz Koreyada bo'lib turib qanaqasiga ko'rmasligingiz mumkin? Va bu mavzuni siz olib chiqyapsiz. Sizga savolingizga lo'nda qilib javob beraman. Hop. Men marhumani yuzini ham ko'rmaganman. Nimaga desiz? Chunki marhumani yuzini onasi mendan iltimos qiluvdi. Yuzini ko'rsatinglar borib, bolamni yuzini ko'ray dedi. Siz qisqa javob olmang-da va to'liq javob oling. Siz qisqa javob olmang, to'liq javob. Yo, o'zingiz lo'nda javob beraman deganingiz. Qarang. Men vaqtim bo'lmadi borib yuzini ko'rsatishga, haligi onasiga. Chunki o'sha paytda 3-4 ta shaharda vafot etgan musulmonlar bor edi. Meni vaqtim bo'lmagani uchun onasi mana shu advokat emas ekan, bir tarjimonmi nimadir dedi-ku. O'sha Sitoraga davirnis bergan. Menga aytmagan uni. Sitoraga davirnis bergan. Davirnisni nima uchun bergan? Marhumani borib yuzini ko'rsating menga deb bergan. Uni Sitorada borib yuzini ko'rsatgan. Marhumani onasiga yuzini ko'rsatgan. Hali marhumanimda yuzi turgan rasm Sitorada borib onasiga ko'rsatgan paytda menimcha onasi skrinshot qo'ygan uni. Xira kadrlarni aytasiz. Xira kadr. Eng qizig'i haligi marhumanimda yorilgan joylari turibdi-ku. U kadrlarda ham men o'sha onasi tashlab bergan blogerlari internetga qo'ygandan keyin ko'rdim. Hattoki. Nimaga? Chunki men u qizni o'sha badaniga ham qo'lim tegib ketmasin deb tagiga narsa qo'yib biz olib borib berdik. Ayollar yuvdi. Ayol albatta. Ayollar yuvdi-da. Men u rasmda kim olganligini yuvayotgan odam olganmi yo bu yoqda Koreyada yoki o'sha yoqqa borganda onasi o'zi olganmi? Undan xabarim yo'q. Men chunki yana bitta narsani qo'shimcha qilib ketishim kerak. Marhumani Koreyadagi o'sha tergov ekspertiza, yorib ko'rgan. Bu tamom. Men uni o'sha ekspertiza qanaqa e'tirozlar bo'lsa, Koreyaning politsiyasiga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Men o'zimni umuman ko'rmaganman. Xo'p, rahmat. Demak, siz o'z umuman ko'rmagansiz. Bizga juda ham qiziq bo'layotgan narsa, lekin u yerdagi yuvuvchi qizlardan bittasi bizga aloqaga chiqdi va bu narsani ham biz ijtimoiy tarmoqlarga e'lon qilamiz. Men barchasini avvalgiga, ya'ni Koreya yangiliklariga aytdim. Chunki bu juda ham shubhali, hamma yoq ko'karib yotibdi deb aytdim va buni savolga javob berib ketaveray. Hamma o'lgan odamni hamma yo'g'i ko'karmasdan nima bo'ladi? Ya'ni nima deysiz? O'lgan odamni hamma yo'g'i ko'karmasdan nima bo'ladi? Aytingchi, qizaradimi yo sarg'ayadimi? Yo'q, hamma yo'q emas. Yo'q, qarang. Ko'karish bilan tan jarohatli umuman boshqa narsa. Misollar bu savolingizning javobi o'sha politsiyaga berasiz. Bu meni javobim emas. Xo'p, tushunarli. Endi bo'lmasa advokat savolingizga politsiyaga chiqasiz. Bu savolingizga javob qabul qildik. Navbatdagi savolimiz o'zi arzimagan savol qoldi bu yoqda. Siz
Sherzod va Sirojiddinni oldindan taniganligingizni tan olasizmi? Sherzod va Sirojiddinni opa baqa isboti bilan gapiraymi yo gapirsam ishonaverasizmi? Men sizga primoy chiqyapman. Endi aldamasangiz kerak, shunday odam. Aldamayman. Opani chaqiraman. Yo'q, o'zingiz gapiravering. Bizga o'zingiz keraksiz. Faqat o'zingizning gaplaringiz bizga qiziq va obunachilik. Biz fakti bilan gapirib beraman. Bu bolani hayotimda ko'rmaganman, lekin bu bola meni taniydi. Sherzodni. Ha. Tushunarli. Endi men taniydi, hamma taniydi-yu. Mana o'tgan safar biz Ulug'bekni ishi bilan maki kelganimizda sen ikkalang aytdi ovqat yeb o'tiruvding-a? Men keldimda Ulug'bek degan bolani oqtarib yuruvdik biz. Mana ko'rdim bu videoni. O'sha bolani oqtarib yuruvdik, ko'chaga chiqib ketibdi deb. O'shanda kelib o'tiruvdi bolalar, to'g'ri. Ha, keldi va men haligi sirazi qo'yib yuboraman-da videoni, montaj qilib o'tiraman. Shunday kelsam, men aytdim, ikkalasi ovqatlanib o'tiribdi. Shunday ko'rsatdimda, "Meni taniysanmi?" dedim. Keyin bular, "Yo'q, tanirdik, bunaqa" dedi. O'shanda mana oshxonani sajani ham guvohlik berishi mumkin. Men bilan oldin tanimayman, o'sha videoda tushib qolgan bolalar bilan. Men bularni oldin tanimayman ham. Agar ishonmasangiz, advokat yollabsiz, o'sha advokat orqali surishtirib olsangiz bo'ladi. Koreyadagi advokat. Albatta. Yo, endi bu qarang, har bitta gapga advokat deyapsiz. U advokat mayli, men просто siz bilan как insongarchilik sifatida va jurnalist surishtiruvchi maqsadida. Bo'ldi, rahmat. Demak, siz umuman undan oldindan tanish emassiz. Rahmat javobingiz uchun. Endi navbatdagi savolimiz sizga ozgina qiziq tuyulishi mumkin, lekin bu butun jamoatchilik fikrida juda ham keng muhokamalarga sabab bo'lyapti va hammaga qiziq bo'lyapti. Siz nima uchun internet misol mana o'zingiz sahifalaringizda yig'lab o'zingiz shunaqangi ko'rsatyapsiz. Bundan nima sizni yoki kimdir xafa qildimi bu yokida kimdir sizga tuhmat qildimi, siz bunaqangi yig'layapsiz. Bu narsani biz bilasizmi nima deb tushundik? Jamoatchilik fikrida shunaqangi inson psixologiyasida shunaqangi narsa borki, o'zini jabrdiyda ko'rsatish, bechara ko'rsatish, yig'lasa insonlar bunga rahmi keladi. Biz shunaqa narsa tushunyapmiz. Shu bo'yicha ozgina o'zingiz izoh berib keta olasizmi? Ha, men to'g'risini aytaman. Men o'zi ko'ngilchan odamman. Judayam ko'ngilchanman. Oddiy hayotda, masalan, yonimda o'tirgan odam ham bitta gap gapirsa, siraz ko'zimga yosh keladi. Chunki men har kuni o'lik ko'raman-da, o'lik ko'raman. Ko'nglim nozi, siraz yosh keladi. Bu meni tabiatimdan shunaqaman o'zi. Lekin men jamoatchilikni fikrini yig'lab, boshqa qilib, men o'zgartirishni, men har doim aytib kelganman, insonlar uchun men hech qanaqa ijtimo qilmayman, insonlarga yoqish uchun. Kimgadir yoqish uchun ijtimo qilmayman. Javobingizni qabul qilamiz. Rahmat kattakon. Navbatdagi savolimiz, nima uchun Sherzodni barcha dalillar bilan uydagi kirgan voqealarni ko'rdingiz, hammasini va maytni ahvolini ko'rdingiz internet orqali. Endi o'zingiz ko'rmagansiz, ayol kishi, u bunga anaqa yo'q. Nima uchun darhol uni politsiyaga borib topshirmadingiz? Ya'ni politsiyaga mana tan jarohatlari qizi, ahvoli mana bosh yorilayotgani, ko'zi ko'karayotgani va mana u uyda birga yashagan Sherzod. Mana uyga ahvoli kirganida shunaqangi dalillar bilan, nafaqat telefon qilib chaqirish. Qo'lidan ushlab turib, nima uchun olib bormadingiz? Savolingizni tushundingizmi o'zingiz hozir? Men tushundim, siz tushunmadingizmi? To'xtab turing. Hozir savolni boshqatdan bering-da, javobi o'zi bilan. Xo'p bo'ladi. Qarang. Nima uchun siz agar shunaqangi insonparvar, xalqqa o'ylaydigan, agarda siz Sherzodni yonini olmaydigan inson bo'lsangiz, nima uchun barcha dalillarni ko'rib, ya'ni Nozimani tan jarohatlarini butun ijtimoiyatdan, hattoki men ham ko'ryapman bu narsani, siz ko'rmasligingiz bo'lishi mumkin emas. O'sha barcha dalillarni, Nozimani tanasini nazarda tutib aytyapman, marhuma. Bu dalil, bu narsani olib va xonaga kirganingizdagi ahvolni ko'rdingiz, to'g'rimi? Qotillik alomatlari nahotki sezmagan bo'lsangiz. Nima uchun shu narsalarni hammasini videoga olib, to'g'rimi? Videoga oldingiz. Politsiyaga borib murojaat qilmadingiz. Ya'ni hozir o'lim holati bo'pti, o'zini o'zi osib qo'yibdi. Mana bu bolani gapiga qaraganda, ya'ni Sherzod bilan sizga ikkingiz gaplashganingizda Sherzod aytganki, siz so'ragansiz, zo'r savol bergansiz. Men o'shanda gap yo'q dedim. Urishdinglarmi, nima bo'ldi deganingizda Sherzod aytdiki, ha, ozgina janjallashdik dedi, to'g'rimi? Bilyapsiz, xabaringiz bor, uyda janjal bo'ldi, ko'rinib ham turibdi. Bolani o'zi ham tan olyapti Sherzodni o'zi. Siz ham o'sha hamma narsani olib turib, nima uchun politsiyaga dalillar bilan ko'rsatmadingiz? Qizni tanasi va
bu Sherzodni urdi deyotgan videolari bilan, ya'ni to'yis urishdim degan videolari bilan va o'sha xonadagi bardak. Savolim tushuntira oldim deb o'ylayman. Bo'ldi, zakon savol zo'r aka. Rahmat. Hozir aka 1 minut mana. To'xtab turing 1 minut. Savol yaxshi. Hozir. Javobini qidiryapsizmi? Yo'q, men sizga bittasini ko'rsatmoqchiman. O videoni ko'rdingizmi? Hamma dokumentlarni olib keldik. Mana ID karta, O'zbekiston nima, Koreya prava, O'zbekiston pasportimiz, milisadan ruxsatni olib, keyin mulkxonaga boramiz. Hozir mulkxonaga bordik, bermadi. Milisadan ruxsat olib keldi. Endi kirib ketyapmiz chetga. Keling. Milisaxonaga keldik. Izoh berib keting. Siz o'zi men videolarimni ko'rib savol turdingizmi o'zi? Ha, ishonavering. Bu savolga o'zi bitta izoh berib ko'rsatgan videoyingizga bitta izoh berib o'tib keting. Siz hozir shunaqa savol berdingiz, uzr-u, men sizga boshqatdan savolingizni tushuntirib beraman. Siz aytdingizki menga, nimaga ana Sherzodni uyiga bordingiz, urishdim deb aytyapti sizga. Marhumani ijtimoiy tarmoqlarda tanasini ko'rdingiz, onasi tomonidan bo'lsa ham chiqarilgan rasmlar orqali. Ashyoviy dalillar. Nimaga shu ashyoviy dalillarni politsiyaga topshirmadingiz deyapsiz. To'g'rimi? Ha, politsiya o'zi berdi-yu bizga. Nimani berdi sizga? Ha, marhumni ham politsiyadan olamiz biz. Politsiya kelib olib ketadi. Politsiya o'zi o'sha yorib ko'radi, polni tekshirib ko'radi. Bu bizga o'sha holatda beradi politsiya. Politsiya ochib tekshirib ko'radimi? Ekspertiza qiladi. Uni biz qilmaymiz. Yo'q, uni siz qilmaysiz. Uni med ekspertiza bor va sud med ekspertiza bor. Va bular bir-biridan yaxshigina farq qiladi. Politsiyani ishida o'sha Koreyada. Mani ishim emasda, politsiya o'shani qilib, keyin bizga bergan o'zi u politsiyani ishi emas bu. Tushunarli. Politsiyani ishi emas. Men просто savolimni tushunmadingiz siz. Ko'rdingiz-ku, siz olib borgansiz, politsiyaga borgansiz. Men sizni tushundim. Politsiyaga borgansiz. Men nimaga unga borganini aytishim kerak buni. Bu yerda qarang. Nima uchun bunaqangi savol beryapmiz? Nima uchun jamoatchilik fikri o'zgaryapti? Xonaga kirganingizda, chunki pechatlanmagan, tushunyapsizmi? Siz endi Sherzodning gapiga ishonyapsiz. Politsiyaga berasiz. Politsiyaga berasiz. Yo'q, politsiyaga bermayman, men siz bilan gaplashyapman-ku. Qarang, siz tushunmayapsiz-da bizani. Odamlarning jamoatchilik fikri sizga qiziq bo'lsa, o'sha narsani aytayapman. Kirgandagi politsiya ishi yopilmagan-ku. Hamma o'ylaydiki, politsiya kirmagan. Politsiya kirgan bo'lganda eti pechatlab ketgan bo'lardi. To'g'ri, siz Sherzodning gapiga ishonib qolib, "Ha, bo'ldi, politsiya kirib o'tdi-ku" deb kiryapsiz. Lekin siz 10 yildan beri Koreyada yashagan inson. Siz ularni bilishingiz kerak edi. Hali savol bergan javobimni yana qaytadan so'rayapsiz. Xato qiladimi deb o'ylayapsiz shekilli. Men o'sha uyni egasidan so'radim, u uyni egasi politsiyadan so'radi. Tushundingizmi? Tushundim. Men uyni egasidan so'rab kirdim. Qarang, uyni egasi aslida erta Nozima edi, dokumentalli, ha? Nozima yo'q endi, ha? O'ldi. Endi u uyni egasi kim? Karis, to'g'rimi? Biz uyga Karisdan so'rab kiramiz, to'g'rimi? Yo'q. Biz Karisdan so'radik. Noto'g'ri. Siz undan so'rashingiz kerak emas edi. Ko'p inson Biz Karisdan borib so'radik, shu uyga kirsak maylimi deb. Karis politsiyadan qanaqadir texnik nosozlik bo'lib qoldi, orada uzilib qoldi. Ha, bolalar aytishdi aka, anaqangiz o'chib chiqib ketdi Instagramdan deyishdi, aytdi bolalar. O'shaning uchun men atela ko'pchilikni oldida qildim-da aka. To'g'ri qildingiz. To'g'ri qildingiz. Sizning javoblaringizni hammasini eshitdik, qabul qildik. Yana bor yo'g'i 3 dona, 4 dona savol qoldi. Nimaga siz Sherzod bilan Sirojiddinning gapiga ishonib, siz uni har doim oldingizda olib yuribsiz? Aka, savollaringizni o'zingiz tuzdingizmi? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Sizga tuzib berishmadimi, mabodo? Nimaga shunaqangi kuchli kimdir advokatlar tuzib berdi deb o'ylaysizmi? Men o'zim Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda 12 yildan beri ishlab kelaman. Hop, eshitdim. Siz savolingizni boshqatdan bering-da hozir. Yana bir marta beraman. Tayyormisiz? Ha. Nega endi Sherzod bilan Sirojchi gaplariga ishonib, o'zingiz aytasiz, mana politsiyani mana bular aytdi, u bu deysiz. Nima uchun siz bularni oldingizda olib yuribsiz? Qayerdan bilyapsiz bularni oldimda olib yurganligimni va bularning gapiga ishonganligimni? Hozirgi o'zingiz gapingizdan mana menga Sherzod aytdi deysiz, prямой efirda ham mana hammani saqlanib qolgan bo'lsa kerak. Oldingizda olib yuribsiz, polni ko'ramizku, prямой efirda mashinada o'tiribsiz, orqada u yuzini bekitdi, bir yana yuzini ochdi. Shu narsadan kelib chiqib olib yuraman.
Melisaxonaga birga boramizmi yo mashinasi bo'lsa men mashinamda ketsam maylimi yo u avtobusda ketib meni mashinamda to'rtta joy turib men o'zim ketishim kerakmi? Demak, politsiyaga olib borishni oldinda olib yuribsiz. Mashinada borsang nima o'zgaradi? Hozir voqeaga nima aloqasi bor hozir buni? Yo'q, bu voqea emas. Siz nima uchun ularni olib yuribsiz? Demak, politsiyaga olib borib yurishinding, to'g'ri? Ha, qara, eshiting. Nima? Ana endi savolingiz to'g'ri bo'ldi, eshiting. To'xtab turing, savoli endi topdi, qarang. Siz bunday savol bering. Nima uchun? Qanaqa savol bering? Ularni oldingizda olib yuribsiz. Nimaga? Sizga nima xullas, ana u gap nima? Sizga nima foyda? Xullas. Men ham shunaqa deyapman-ku. Endi shunaqa savol bering. Sizga nima foyda? Tushunarli. Nima uchun ularni olib yuribsiz? Nima uchun olib yuribsiz? Men buni primoy efirda ham aytdim aka. Primoy efirimni ko'ring. O'sha videolarda ham aytganman. Men bu ikkalasi o'zini osmoqchi bo'ldi-da. Hali bular qotilmas. Bu ikkalasi. Sherzod bilan? Sherzod bilan mana oting nima edi? Sirojiddin. Sirojiddin bular o'zini osmoqchi bo'lishdimi? Ha, o'zini osmoqchi bo'ldi. Ostdan o'zini osmoqchimi? Telefon qilib aytdi-da, men qayerdan telefon qilib aytsa, men osmoqchi bo'ldi deyapman-da. Endi men ishondingiz. Siz rosa anaqa berar ekansiz savolda. Ishondingizmi? Qanaqa? Vangamidimi? Aka ham bular gapini aytyapti. Qiziqda. Yo'q, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Prosta ishondingizmi deyapman-da, o'zini osaman degan. Men prosta hayron qolman. Xo'p, men ishonmasligini nima qilaman? Ishonmasam, u o'zini osib qo'ysa, xo'p, ishonsam, u o'zini osmasa. Menga telefon bo'ldi bir kun. Mana u beparasat telefon qilyapti, Siroj moting nima edi? Beparasat. Bunday asabim buzilyapti kech kelganiga. Siroj aytyapti, asabingiz buzmang. Aytyapti aka. O'zim osyapman aka deydi. Nima qilay dedim. Osvort kerak bo'lsa, menga nima qiziq bu asabda turibman endi. Keyin nima uchun o'zingni osyapsan desam, aka, ana u qizni ayasi bizni rasmlarimizni, pasportimizni qo'ydi dedingmi? Ha, pasportimizni istoriyaga qo'yib qo'yibdi. Men uylanadigan odamman. Ertaga mahallamizda nima degan odam bo'laman deb o'zini men hozir osmoqchiman o'zimni deb telefon qildi menga. Sirojiddin. Men mo'yam aytdi, aka o'zim bir narsa qilib yuboraymi ekan dedi. Keyin men aytdim, Sherzod, keyin men aytdimki, sen ikkalanglar dedim, o'lsang ham, qolsang ham menga qiziq joy yo'q dedim. Lekin dedim, senlar hozir o'lsang, davlat senlar ikkalangga 7,5 million vondan 15 million transport xarajati uchun bitta marhumni jo'nash uchun byudjetdan pul ajratiladi-da bu narsaga. To'g'ri. Endi men aytdimki, baribir ikkalanglar menga ish bo'lasan. Shuning uchun seni hali u yoqda 25 yildan beri boqib yurgan ota-onang bor. Necha kirding? 25 yildan beri boqib yurgan ota-onang bor. Hali uylanmagan bolasan. Bitta qizni agar rostdan ham urib, ikkalang tepib, osib qo'ygan bo'lsang, qonun tomonlama javobini berasan. Lekin bitta senlarga qanaqadir tuhmatlar, bunaqalar bo'layotgan bo'lsa, sabr qil. Sabr qil. Sen o'zingni o'sha Nozimaga tan jarohati yetkazib, osmaganligiga o'zing ishonasanmi dedim. Aka o'zimga ishonaman dedi. Bo'lmasa sabr qil dedim. Nimaga? Chunki men aytdimki o'sha paytda, aytdimmi shunadi? Men aytdimki musulmonmiz hammamiz dedim. Inson bolasi xatokor. Sanlarda mununda dedim, Sherzodda ayb bor, sen dedim yordam beribsan dedim, o'zing gaping bo'yicha. Sanlar agar aybing yo'q bo'lsa, xotirjam bo'l dedim. Qonun bor, davlat bor. O'sha Nozima ham, marhuma ham O'zbekiston davlatining fuqarosi bo'lsa, mo ikkalasi ham O'zbekiston davlatining fuqarosida, bular boshqa yurtdan kelgan bolalar emas. Men nimani o'yladim? Hali ish aniq bo'lib, politsiya bitta hukmda ta'qib uni ikkalasi qotil deb chiqarib bermagunicha sen ikkalang gumonlanuvchi bo'lasan. Sanlarda hech kim psixologik bosim o'tkazib, mana xalqni ichiga chiqib olib, mana bunaqa blogerlarni mana bunaqa bo'pti, buni qotil ekan, buni qotil bas ekan deb turib, hali sudda yo prokurorda ishini qilishga haqqi yo'q-da. To'g'ri. Demak, sizni javobingizni biz qabul qildik. Ya'ni men nimaga bunaqa dedim? Bu ikkalasi o'zini osmoqchi bo'ldi. Keyin men aytdimki, osma, ikkalang ham osma, hali aniq bo'lsin. Men senlarni o'zim O'zbekistonga yoki Koreyadagi politsiyaning hukmiga o'zim olib borib beraman dedim. Rahmat. Men bularni
Bularda agar aybi bo'lsa, davlat tomonidan qonun tomonlama necha yilga qamalib ketsa ham menga qizig'i yo'q. Faqat qonun hal qilsin, politsiya hal qilsin bu narsani. Albatta. Shu o'rinda gaplaringizdan, bu javobingizdan kelib chiqqan yana bir savol tug'iladi. Nima deb o'ylaysiz? Mana bular nima uchun aynan bu ikkita yigit mana o'zini osaman debdi? Ya'ni ijtimoiy tarmoqda aylanmoqligi uchun, to'g'rimi? Nima uchun bu politsiyaga emas, sizga telefon qilyapti? Aka qatib qoldingiz. Endi yaxshi eshitilyaptimi? Ha, endi yaxshi. Nima uchun mana bu bolalar o'zini o'zi osaman deyotgan ekan? Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga mani aylantirishyapti, yuzimni ko'rishdi, men o'zim osaman deb, nima uchun politsiyaga emas, sizga telefon qilishyapti bu bolalar? Chunki savolingiz javobini oxirgi postda bitta bola aytib o'tib ketdi, men hozir qo'ydim. Men 10 yildan beri Koreyada yuraman-da aka. 10 yildan beri. Hamma problemasini menga aytadi. Hamma. Otini kasal bo'lsa ham, bolasi kasal bo'lsa ham, qo'poq qilayotganda tapchikasini bir poyin topolmasa ham menga telefon qiladi. Telefon qilaman, men batta birovni akasiman, birovni o'g'liman, birovni jigariman. Har qanaqa temada, bitta bunaqa tema emas. Har qanaqa temada, maslahatmi, bir qarz berib turishmi, любой temada men jonimni berib musofirlarga yordam berganim uchun bular politsiyaga emas, o'zim osmoqchiman aka nima qilay deb meni yaqin olganligidan menga telefon qilgan. Menimcha, to'g'rimi? Rahmat. Shunaqami? To'g'ri deyaptimi? O'zidan so'rang, to'g'rimi mana? To'g'ri ekan. Rahmat. Xo'p, javoblaringizni hammasini qabul qildik. Bor yo'g'i 3 dona, 2 dona savol qolibdi. Uzr, adashdim ekan. 2 ekan. Xo'p. Sizga xalq tomonidan mana hozir ham siz mana bu yoqda sizdan bizdan 35 mingga yaqin inson kuzatib o'tiribdi va bundan tashqari million prosmotrlarga egasiz. Shu qatorda bizdan ham prosmotrlarimizni ko'rishyapti insonlar. Aynan bu mavzu bo'yicha. Sizga ijtimoiy tarmoqlarda menga tuhmat bo'lyapti deyapsiz. Bundan tashqari ko'pchilik sizni obunachilaringiz tomonidan, sizni adushu kuzatadigan muxlislaringiz tomonidan Avazjonga tuhmat bo'lyapti deyishyapti. Shu qatorda siz o'zingizdan nima deb o'ylaysiz? Sizga qanaqa tuhmat bo'lyapti? Go'yoki men bularni berkityapman ekan. Meni postimni ko'rib chiqsangiz, men o'zim birinchi Farida opa borgan. Qotilni topib berishasan deb. O'sha siz aytayotgan Farida opa. Ikkinchi bo'lib Melisaxonaga men borganman. Biz elchixonaga borib 4 soat elchixonada ham gaplashdik, bu muhokama qilib. Elchini o'sha elchixonadagi xodimlar bilan birgalikda kelib, o'sha Koreya politsiyalarini oyoqqa turgizib, biz bu narsani birinchi bo'lib ko'targanmiz. Buni siz dalil usiz, to'g'rimi? To'g'ri. Dalil usiz. Mana sizga dalil bilan ko'rsatay, siz dalil usizda, mana qarang. Xo'p, rahmat. Mana aka. Sizga ko'rinadimi, ko'rinmaydimi bilmadim, lekin hozir mana harakat qilib ko'ramiz. Mana xolasangiz skrinshot qilib oling aka. Men o'ylaymanki, bizning kuzatayotgan obunachilar ko'p o'zi anaqa qilishyapti. Mana Nozimani pasporti, bu bor menda. Pasport. Endi qarang, bu tepadagi endi hali birovni shaxsiy ma'lumotini qo'ymaylik, uzoqroq qiling, qarang. Xavotir olmang, unaqacha ko'rinmayapti. Hech kim javobgarligi tortmaydi bu bo'yicha. Mana qarang, uni o'qib oling aka. Teskari ko'rinyapti, bunaqasi ko'rinyapti, unaqa o'qish uchun. Tak. O'zingiz o'qib berib qoling, men sizga ishonaman-ku. O'qib beraman, eshiting. Bu elchixona, bizni Koreyadagi O'zbekiston elchixonasini aynan shunaqa muammolar, fuqarolar bilan ishlash bo'yicha mas'ul shaxsni telefon raqami, ya'ni Telegram'iga men xabar jo'natganman. Tushunarli. Xabarda mazmuni manaqa, eshiting. Men birinchi bo'lib qotilni topishda elchixonadan men so'raganman. Mana dalil isboti, sanasini ko'rib qo'ying mana. 10-mart. 10-mart. Eshiting. Pasportlarini tashaganman, mana. Pasportlarim birinchi telefonda gaplashganman, mana. 3 daqiqa gaplashibman. Undan keyin bu o'sha bola deb turib, mana Sherzod, ya'ni o'sha gumonlanuvchini pasportini tashaganman-da, marhumani pasportini, ID kartasini tashaganman-da, bu o'lgan qiz deb yozganman. Elchixonaga xabar beryapman men. Undan keyin mana audio zapis eshiting. Hozir politsiya mana shu qizning o'lganligini tekshiryapti-da. Endi gumondor mana bu bola deb o'ylayapman men. Politsiya icha be'tiborlik qilyapti meni fikrimcha. O'shanga politsiyaga telefon qilib, biz elchixonadanmiz, biz fuqaroyimiz.
o'lim sababini точно topib ber. Agar o'sha bola o'ldirgan bo'lsa, o'sha bolani aniqlab ber. Yoki o'zini o'zi osgan bo'lsa, o'zini aniq qilib ber bizga deb aytib bersangiz zo'r bo'lardi, elchixona tomonidan. Shunaqa bir so'rov bo'lsa yaxshi bo'lardi. Men gaplashdim, boladan shubhalanyapman-da, bola umuman gaplari to'g'ri kelmayapti-da bir-biriga. Hamma aybni o'lgan odamga to'nkab qo'yadi. Mana shu odam. Oxirigacha eshitdim. O'sha marhumning ayoli, mana nomerda egasi. Mana shu karasiga davernis berish kerak bo'lyapti. Men hozir kasalxonaga, ya'ni marhumning pulini to'layman desam, hali yo'q yuboradi dedi. Ha, bu boshqa marhumga o'tib ketdik endi. Chunki men elchixona bilan aloqadaman-da aka. Shuning uchun boshqa ishga o'tib ketdik, ovoz o'tib ketdi. Qarang. Bu yerda men aytayapmanki, izoh beraman. Marhuma o'lgandan keyin men elchixonaga xabar beryapman. Kelyapman, hamma yoqni ko'ryapman. Sirazi bundan gumon qilyapman. Mana boladan. Gumon qilyapman-da, elchixonaga telefon qilib, elchixonadagilar, mana boladan gumonim bor. Iltimos sizlardan. Men politsiyaga borib aytsam, men marhumani hech kim emasman. Mani o'rnimga elchixona telefon qilsinda fuqaroyimizni kim o'ldirgan yoki o'zini o'zi o'ldirganligi haqida normalniy surishtiruv ishlarini olib borib, elchixonaga bu haqda xabar beringlar va buni biz Kun.uz, Qalampir.uz degan saytlarga chiqarib, rasmiy ravishda e'lon qilamiz deb elchixona harakat qilsin deb elchixonaga men birinchi bo'lib chiqqanman. Bu endi bu javobdan keyin bu shunaqangi katta dalilki, bu javobdan keyin men Sherzodni aybini yashiryapti degan narsalarni hammasini yo'qqa chiqaradi. Tushunarli. Xo'p. Aqli bor odam tushunib oldi hozir. To'g'ri. Xo'p, endi mana bu konsulligi xodim, to'g'rimi? Konsul odami, elchixonaning odami. Demak, elchixonaning odami ham mana hozir o'z avjolarni qo'yib berdingiz. Gumoni Sherzoddan bo'lyapti, bu insonni ham. Noto'g'ri gapiryapsiz. Nega? O'zi eshitdingiz-ku hozirgi. Mani gumonim deyapman. Mani gumonim. Yo, bu men Golsni eshitdik-ku, Gols ham shunaqa deyapti-ku, elchixona deyapman. Siz gapirdingiz-ku? Yo, men elchixonaga aytganman buni. Ha, bu sizning ovozingizdan aytdim. Men u elchixona aytibdi deb tushunimman. Bo'ldi, men endi sizni tushunaman. Men izohamga to'xtab turing endi, to'xtang. Siz tushunmaysiz. Men Yo, tushundim. Men elchixona bilan postoyanniy aloqadaman kechasi 24 soat. Vakolatxona bilan. Har bitta O'zbekiston fuqarosi boshi og'risa ham, orqasi og'risa ham, tug'ib qo'ysa ham, o'lib qolsa ham, har bitta narsani xabarini beraman men. Bunaqa holat davlat tomonidan bunga qanaqa yordam bera olamiz? Tushundim. Endi men bu yerda aytayapmanki, hurmatli elchixonadagi mas'ul xodim, bizga To'sin degan shaharda bitta qiz o'zini osib qo'ygan. O'sha yerda men qotil bitta bola deb o'ylayapman. O'sha bola agar qotil bo'lsa, qotilligini topib ber. Agar qotil bo'lmasa, qotil emas deb topib ber. Buning uchun men politsiyaga borsam, menda hech qanaqa davernis yo'q. Meni gapim o'tmayapti. Chunki marhumaga hech kim emasman. Shuning uchun politsiyaga borsa o'tmaydimi aksariyada? Marhumaga men hech kim emasman aka. Yo'q, misol mana ko'chada ko'rib qolsangiz, hech kim bo'lishi shart emas, kimdir bo'lishi. Deb o'yingni ko'rib qoldingiz, telefon qilib politsiyaga mana bunaqa bo'ldi deb aytsangiz. Bu yerda holat boshqacha. Bu yerda holat boshqacha. Men qarang, begona odam borib olib qotilni topib ber deya olmayman-ku, to'g'rimi? Politsiyaga borib olib. Sen kimsan deydi. Men senga nima отчетini berishim kerak? Yo'qol deydi. Endi qarang. Siz Koreyaga dalil bor-ku. Dalil bor. Qo'lingizda Nozimani tan jarohatlari bo'yicha bor. Men bu bola sizga yetib turibdi. Men bu tan jarohatlari yaqinda chiqdi-ku, nima deyapsiz? 10-marta. Yo'q, mayli, hop, tan jarohatini yo'qotaylik, bo'pti. O'shanga yopishdingiz. Tan jarohatini yo'qotaylik. Siz ana bolani xonasiga kirganingizda bardak ko'rdingiz, bola o'zi aytibdi. Men urishdim bu boladan, janjallashdim dedi. O'zingiz ham ko'ryapsiz. Nima uchun mana shu dalillarni olib borib turib, militsiyaga aytsa o'zi aniq qiladi-ku, qabul qiladi-ku, kimdiriz bo'lish shart emas-ku degan ma'noda aytayapman. Men aytdim shu narsani aka. Men aytganman buni. Hozir ham aytdim, o'sha kuni ham aytganman. Militsiyaga hamma xabar berilgan. Xo'p. Demak, savoldan biz uzoqlashib ketib qoldik. Sizga qanaqa tuhmat bo'ldi xalq tomonidan?
tushuntiring mana. Nima deysiz? Ya'ni sizga xalq tomonidan go'yoki bu Sherzod, ya'ni qotillarni deylik, qotillarni bekityapti degan gumon ketdi sizga, to'g'rimi? Shu narsa siz tuhmatni qabul qildingiz bu narsani. To'g'ri, rahmat kattakon. Nima uchun bunaqa bo'ldi deb o'ylaysiz? O'zingiz o'ylang, mana siz hozir gaplaringizdan siz himoya qilayotgan ekansiz, ya'ni qonunlarni nazarda tutib aytyapman-da. Mana topshiribsiz, mana posolstvoga o'qibsiz, lekin nima uchun xalq sizni bularni oldini olyapti deb o'ylayapti? Ha, eshiting. Biz choy ichib olay, og'zim qurib qoldi. İçib oling, keling mana ichaman. Mashincha o'zbek sizni ko'rib o'tiribdi aka. Hammaga assalomu alaykum. Hamma shartda. Nari kabinalarda ham odam bor. Xo'p. Nima uchun odamlar Sherzodni yonini olyapti deb o'ylayapti degan mazmundagi savol berdingiz, to'g'rimi? Sherzodni, ya'ni bekityapti, go'yoki bekityapti degan shunaqa, nima uchun bunaqa deb o'ylashyapti? Nima deb o'ylaysiz? Ha. Yo'q, xalq degan savol to'g'ri bering, xalq unaqa deb o'ylamayapti. Xalq mana nima obunachilar, ijtimoiy tarmoq faollari deylik, to'g'ri bo'ladi. Ijtimoiy tarmoq ba'zilari deb gapiring-da, shuni to'g'ri bo'ladi. Ba'zilari. Hammasi demayapman, albatta. Endi misol 36 million odam ko'rmayapti bizani yoki 40 million. Buni men savol, chunki savol noto'g'ri bo'lsa, o'sha odamlar fikriga chaqirib ketib qoladi-da, chunki o'zini shaxsiy fikri odamlar ham ko'p-da. Mana obunachilarning orasida to'g'ri bo'lishi mumkin, to'g'ri. Endi sizda bo'lsa, bizda balkim bordir, shunaqa aqli yetmaydiganlar bordir. Endi men shuni aytmoqchimanki, nima uchun Sherzodni yonini olyapti deb o'ylayotganlar uchun men bu gapni primoy efirda ham, primoy efir qilib ham aytganman. O'sha uyiga borganimda ham aytganman. Hozir ham aytyapman, elchixona bilan bo'lganimda ham aytyapman, vakolatxona bilan yolg'iz ko'rishganimda ham aytyapman, Koreyani melisasi bilan ko'rishganimda aytyapman, o'zim bilan o'zim uyda qolganda ham aytyapmanki, mana shu ikkalasini aybi bo'lsa qamalib ketsin. Bu ochiq gap. Siz bitta, ikkita yoki balkim 5 ta odamni gapini menga savol qilib beryapsiz. Chunki aqli bor odam, qulog'i bor odam, ko'zi bor odam, mana videolarimni ko'rgan odam bunaqa savol bermaydi. Chunki har bitta videoyimda men adolat bilan turibman. Agar Nozimaga nisbatan mana shular noto'g'ri harakat qilgan bo'lsa, davlat tomonidan O'zbekiston qonunlari bilan ham, Koreya qonunlari bilan ham jazosini olsin deb shu kecha kunduzda marhuma vafot etgan kundan boshlab hozirgacha eng ko'p harakat qilayotgan men, Farida opa, uchinchisi mana Setora opa bo'ladi. Biz harakat qilyapmiz. Qolganlar faqat internetda shov-shuv qilyapti xolos. Ishonmasangiz Koreyaga keling, biz sizga biletingizni men o'zim shaxsan olib beraman sizga. Keling Koreyaga. Xudo xolisa men o'zim Koreyaga boraman, o'zim Amerika Qo'shma Shtatlar fuqarosiman. Barcha dunyodagi mamlakatlarga chiqishga qila olaman. Xudo xolisa men bu yoqda endi bu vaziyat kutilmaganda bo'lib qolganligi uchun meni ham bu yoqda ishlarim bor. Albatta, maksimal darajada harakat qilaman. Siz birga qidiramiz aka, meni yorimga sherik bo'lasiz. Men o'zi qilib yuribman bu ishni. Oxiriga yetaman, siz ham yetaman. Xudo xolisa. Unaqa qidirish shart emas. Bizning gumonimiz bo'yicha u siz oldingizda o'tiribdi. Demak, hop, video qarangda, nima uchun mana hozir xalq sizga bunaqangi ayrimlari unaqa gumonda bo'layotganligi uchun. Shu qatorda mana boshqa blogerlar ham, balki boshqa jurnalistlar ham nima uchun unaqa o'ylayotganini men sizga hozir tushuntirib beraman. Qarang. Siz uyga kiryapsiz, mana to'g'rimi? Birinchi marta kiryapsiz. Bu videoni siz bilmaysiz. Nechinchi etajda deyapti? Nima bo'ldi deyapsiz? Tepaga qarab chiqib ketyapsiz, to'g'rimi? Bu lift ekan deyapsiz. Har bitta millisekundlargacha e'tibor berib qaradik. Kiryapsiz, siz go'yoki u yoqqa birinchi marta kiryapsiz. Yoki rostdan birinchi marta kirgansiz. Shuna ko'ra, videodan ko'ryapmizki, siz birinchi marta bu yoqqa kiryapsiz. Kiryapsiz, bu yoqda bardak bo'lyapti. Nima bo'ldi bu yerda? Tegishlikmi? To'polon-ku bu yoqda deysiz. Ani tan oldi u. To'polon bo'ldi dedi. Lekin siz shu narsani qabul qilmasdan bu narsani, to'polon bo'lgan bo'lsa, sizda ikkilanish degan narsa bo'lmasdan, siz qarang nima ish qildingiz u videoda. Siz kelib nimagadir erta iloji boricha Nozimani qoralashga harakat qildingiz. O'zidan
aroqlarni ushladingiz, bu ichgan ekan aroq. Men bilaman, bu yoqqa edyapsiz. Ana yerda ikkita aroq turibdi. Bu nima ekan desa, ani bola ham aytyaptiki, Nozima aroq ichgan ekan degan gapni topib bering. Hozir shuni gapimni tugatib olay. Bu ani anaqa u ichganda deyapti. Endi go'yoki Nozim ichganda edi ko'rsatyapti. Va men bu sigaret ichsa, bu uni gapi, u meni gapim emasda, savol to'g'ri. Uni gapi deyapman mana. Buni ham gapi deyapman. Siz so'rayapsiz-da, mana men nima kim ichib o'tiribdi, men aytyapsiz-da. Ikkita aroq turibdi, buni u ichdi deyapti. Nozimada Sherzod aytyapti buni. Ha, yo'q aytyapsiz. Keyin yana kelyapsiz-da, yana bitta sigaret turibdi yoqda, to'g'rimi? Sigaretni nima ko'ryapsiz-da, bu ichsa, u chakardi deyapti. Ha, icharmidi? Bu yoqda Ramazon, bu yoqda Archa bayram ekan deyapsiz, to'g'rimi? Endi aylanib yana kelyapsiz-da, pastda polda yotgan yana bitta sigaret pochkasiga ko'zi tushyapti. Uni ham ko'rib, bu ichsa, endi u chakardi, ha, bu yoq sigaret ekan. Afsuski, hamma narsa bu yerda Nozimaga qarshi bo'lyapti-da. Endi qarang, yana bitta narsa-da. Siz o'zi bu xonadonga undan oldin, ya'ni mana shu video qilishingizdan 1 soat oldin bo'lsa ham kirganmisiz? Yo'q. Kirmagan bo'lsangiz, savol tug'iladi. Nima uchun siz xonaga kirganingizdan keyin aylanib hamma narsani ko'rdingiz-da, aynan rakvinani oldiga, ya'ni oshxona rakvinani oldiga kelib, sabzi taxtalarni, idish-tovoqlarni ichidan olib, yana bitta butilkani olib, "Men bu nima deyapsiz?" Buni qarangki, bu ham afsuski Nozimaga qarshi bo'lib chiqdi. Ya'ni u uksiz ekan. Go'yoki Sherzodning gapi bo'yicha uksiz, u uni ichmoqchi bo'libdiki, uni keyin qutqarib qolibdi. Go'yoki u qahramon. Betdagi narsa ham hammasi bu videoyingiz Nozimaga qarshi bo'lib qoldi. Aka, siz videoni boshqatdan ko'rib chiqing, keyin prямой efir qilamiz aka siz bilan. Yo'q, ko'rib chiqdimmi? Sizni betdagi bu videolaringiz hammasi Nozimaga qarshi qaratilgan dalillarni yig'gansiz. Aroqni ko'rsatyapsiz go'yoki, lekin men boshi siz bilan gaplashganimizda, bu prямой efir boshlamas, bu eng boshida gaplashganimizda, yo'q, men o'z ko'zim bilan ko'rmaganman uni ichganini deyapsiz. Lekin ko'rsatdi, mana bu aroqni orqasidan deyapsiz. Antiyan sigaretlarni ko'rsatyapsiz. Uksiz go'yoki ani aytyapti, Sherzod aytyaptiki, ya'ni ichmoqchi bo'lib, men uni qutqarib qoldim. Bu videolaringizdan mana odamlar nima tushunyapti? To'xta, oldida meni janjallashgan ayol kishi bilan urishdim deyotgan odam turibdi. Nimaga bu odam buni so'roq qilmasdan, mana kirdingiz-ku, xuddi bir detektivchi yoki nima deydi, tergovchidek bir kirib bordingiz-da. Nima uchun buni tergov qilmayapti-da? Nima uchun Nozimani aybini qidirishni boshladi bu odam? Mana nima uchun ayrim insonlar, juda ham ko'pchilik, aksariyat insonlar nima uchun mana sizga shubha ketdi. Men sizga mana shuni tushuntirib beraman. Mana xuddi shu shubha ketyapti. Yana bundan tashqari siz buni oldi olib yuribsiz. Aka, savolingizni qisqa qiling, tushunmayapman, hozir kallang gangib tashladi aka. Yo'q, men sizga savol beryapman, men sizga tushuntirib beryapman. Savol emas, konkret savol bering aka menga. Nima uchun buni qildingiz? Sizni videolaringiz Nozima marhumaga qarshi dalil yig'gandek bo'lgan. Savolim, Nozimani nega Nozimani onasi jinoyat alomatlarini ko'rib bu ishni tegiga yetmoqchi bo'lyapti-yu, sizni nimaga jahlingiz chiqib ketyapti? Nima uchun g'azablashyapsiz? Siz to'g'ri yordam qildingiz, gap so'z bo'lishi mumkin emas, lekin nimaga bechora ona uni Toshkentga borganda ko'ryapti buni tan jarohatlarini, buni tegiga yetaman siz jon jahdingiz bilan qarshilik ko'rsatyapsiz. Lekin hozir emas, lekin nimaga shu asabiylashyapsiz? Aka, siz videolarimni ko'rib chiqing. Men videolarimda men ko'raman. Aka, videolarimda ham aytganman, Nozimani onasi jo'natib yuboringlar. Tezroq qo'yaylik degan birinchi. Tushunyapsizmi? Menda zapislari bor. Onasi nima uchun aytgan? Chunki onasi u haqiqiy tan jarohatlarini ko'rmagan edi onasi. O'shaning uchun iltimos qildi. Men aytayapmanki, o'sha ko'radimi, ko'rmaydimi? Men o'lgan paytida boshlaganman. Uni qotillik bo'lsa, qotilligini topamiz. Boshqa bo'lsa boshqasini topamiz deb birinchi telefon qilganda sanlagan aytganman, onasiga ham aytganman. Men birinchi onasidan ham birinchi qotilni topishni men boshlaganman. Faktlari bor. Men hammaga bitta gapni eshitib yurib aytib yurolmayman. Videoni ko'ringlar, unaqa qilib o'zlaringiz Yo'q, ko'rdik, videoni ko'rdik. Bu yoqda siz aslida prямой efirlaringizda ketyapti-da gap, tushunasizmi? Prямой efirda aytyapmanmi? Siz g'azabingiz chiqyapti, ya'ni buni onasi jinoyatga yetaman desa. Uni sizga nima qizig'i bor? Yetavermaydi. Nimaga siz g'azablashyapsiz? Muhimi siz hech kim jinoyatchi demayapti-ku. Yetsin, inson yetsin, bizni yetsin. Tezroq yetsin. Biz shuni tarafdorimiz. Endi siz tarafdori bo'lyapsiz, lekin boshqa siz unga qarshilik qilib jahli chiqib kerak emas, muhokama qilmaymiz deb yotibsiz-da. O'shanga mana odamlar aka, siz qiyqim zapislarda eshitib, men oldimga savol tuzib keldingiz-da. Menda 8 soatlik videolar bor aka. O'z ko'z bilan ko'rdingizmi shunaqa qiyqim qilganimni? Siz o'sha menda to'lig'i bor deyapman, tushunyapsizmi? Siz menga konkret savol bering.
Konkret savol. Konkret savol. Konkret. Men har bir savolimni konkret beryapman. Nima uchun Nozimani tan jarohatlarini onasiga aytmadinglar? To'xtab turing. Hop, tan jarohatini biz ko'rganimiz yo'qda, qanday aytamiz? Yolg'on gapiryapsiz, Avazbek aka. Yolg'on gapiryapsiz aka. Alloh bor, hammamiz ko'ribmiz. Jam. Siz Koreyada turib, meni ko'rganligimga isbot ko'rmagan. Mana men sizga isbotini keltirib beraman. Isbotini keltirib beryapman. Qarang. Amerika Qo'shma Shtatlarida turib, men u maytni ko'ryapmanki, aynan yuvish xonasidagi. Yuvish, o'sha yerdagi qizni ham aytayapti. U qizlar, siz o'ylaysizki, menga aloqaga chiqmadim deb o'ylaysiz. Nima uchun siz va siz yon atrofidagi insonlar buni onasiga, "Ey onaxon, qizingizni tan jarohati juda og'ir, qotillik alomatlarini ko'ryapmiz" deb aytmadinglar-da, shunchaki olib uni aka sizga PR kerakmi yo bechoraning onasi bilmagan edi. Bechoraning onasi bilmagan edi. Mavzuni cho'zmoqchiman. Mavzuni cho'zib 1-2 haftaga cho'zmoqchiman deyotgan bo'lsangiz, ayting, cho'zaylik aka. Konkret gapiring. Men sizga aytayapman, nima uchun aytmadinglar? Nima uchun aytmadinglar? Bu savol yana qaytalanadi. Onasi balkimdir olib kelinglar demas edi. Men bilan gaplashyapti hozir. Jim turing. To'g'ri. Erkak kishi bilan gaplashamiz. Boshing yozing. Nima uchun Nozimani jarohatlarini aytmadinglar deyapsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Konkret savol. Men sizga o'zim bosib olib, sekin javob beryapman. Birinchidan, Nozimaxonni tanasini men ko'rmadim. Ikkinchidan, u tanani ko'rish o'sha sud ekspertizami, o'sha politsiyani ishi u. Endi yana ikkinchidan, uni yuvib kafanlash ayollarning ishi. Men uni ko'rmayman. Sizga aytmadimmi o'sha yuvuvchilar, sizga aytmadimmi? Siz ko'rgan narsa o'sha yuvguvchi o'sha yerda ichida rasmga olganmi yo O'zbekistonda turib onasi rasmga olganmi? Undan men bexabarman. Bexabarman. Yo'q, bu yerda Avaz aka eshiting, aka. Sizni xalq birinchidan bilib olingki, mana shuncha yaxshi ishlar qilyapsiz. Gap so'z bo'lish uchun emas, respekt tomoningiz bor. Siz to'g'ri tushuning. Lekin hozirgi aytayotgan bu gapingiz, jon aka, yolg'on. Siz xabaringiz bo'lgan, aka, ko'rmagan bo'lsa ham Alloh ko'rib turibdi-ku. Alloh ko'rib turibdi-ku, o'sha insonni hozir mana Alloh ko'rib turgan bo'lsa, mana ko'rib turgan bo'laman. Alloh ko'rib turibdi-ku, demoqchiman hammasini nima bo'layotganini. Men Alloh ko'rib turgan bo'lsa, mana yuvuvchilar nahotki sizga aytmadimi? Yuvuvchilar nahotki sizga aytmadi bu narsani. Aytmadi, sizni xabaringiz yo'q edi-ya, go'yoki. Go'yoki deb gapirmang menga. Go'yoki deb turib, so'z o'yini qilmang menga. Xabaringiz yo'q. Menga konkret savol bering, javobni berdim men. Ikkita dona savol qoldi. Qarang. Bering. Siz aytdingizki, o'zini o'zi osdi deb e'lon qildingiz, to'g'rimi? Hop. To'g'rimi? Bo'ldi, rahmat. Qarang. O'zini osgan. Lekin bundan bitta oldingi videoyingizda yana o'sha mana ikkita shisha aroni ko'rsatyapsiz. Yana qo'lingizdan bitta aroni ushlab olgansiz, to'g'rimi? Mana ichkilikning orqasidan ketdi dos. Shu ichdi dos. Statistika ma'lumotlariga qaraganda, siz jurnalistmisiz, nima xolis bo'lmayapsiz. Statistika, men shunda xolis bo'lib siz bilan gaplashyapman-ku. Statistika ma'lumotlariga qaraganda, bitta eng xolisi manman. To'xtatib turing. 2 shisha aroq ichgan odam hattoki o'rnidan tura olmaydi. U qanaqasiga o'zini ochishi mumkin? Gapingiz bir-biriga to'g'ri kelmay qoldi. Bittasida bitta aniq butun bir butunki shishani ko'rsatib ichgan deyapsiz. Endi u o'zini osgan deyapsiz. Qanaqasiga u ichgan odam? Men oxiriga ayol kishi. Aka, konkret savol bering. Aka, men bu savolga javob berdim. O'zimiz bilan ko'rdik. Xonobodda oxirgi gapim, xonani tozalab qo'ydinglarmi? Uje, xona tozalanganmi? Hop. Siz tushunmaysiz. Men bu savolingizga ham javob berdim. Tozalab bo'ldingiz-a? G'alatimisiz? Men tozaladim dedim. Kim bo'lsa ham tozalandimi u xona? O'sha kuni chiqib ketganingizdan keyin, so'mkadan keyin. Uyda egasi biladi. To'xtab turing. Uy egasi qildimi? O'zi siz shu qizu kim qildi? Tozalash. Aka, men bu savolingiz boshida javobini berdim, yana qaytaraman sizga. Men bekorga maytda hammani olib kelib olib o'tirganim yo'q-da, aka. Uyimda o'tirib, video qilib o'tirganim ham yo'q. Men sizga gapiryapman, o'zbek tilida gapirib yozib oling. Men sizga aytyapman, aka. Biz o'sha uyga kirishdan oldin uyni haqiqiy egasi, ya'ni kadastrda egasidan biz so'radik. Ey, uyingizda berman. Men siz kredit berman. Uy tozalanganmi deyman? O'sha siz chiqib ketganingizdan keyin kim ruxsati bilan bo'lsa ham. Eshitib tursiz. Uy egasining ruxsati bo'ladimi? O'sha odamdan so'rab kirdik. U odam politsiyaga telefon qildi. Uyni tozalab tashaveraylikmi? Batta hech qanaqa sen oladigan narsa, sen tekshiradigan narsa qolmadimi? Buni ikkitasi ketdi. Marhumani kiyimlari bor ekan. Undan keyin maytda
salonga qo'yilgan 3 million pul bor bu yerda. Marhumani kasalxona va o'likxona xarajatlari uchun pul kerak ekan bularga deganligi uchun marhumani onasidan so'rab, bu ishni yana eshitdingsiz. Marhumani onasidan so'rab, ona dedi. Mana yonidagi, ana Sherzod. Onasiga telefon qildi, men ham aytdim. Marhumani o'likxona va kasalxona xarajati uchun pul kerak bo'lib qoldi. O'sha uchun o'sha uyda, ya'ni zalogga berilgan 3 million pulni o'sha karisdan olib kasalxonaga berish kerak bo'lib qoldi. Aka, holat tozalanganmi yo'qmi? Shunisi qiziq prosta. O'shan uchun biz kirdikda uyda egasi bilan gaplashdik. Uyda egasi Melisaxonadan so'radi. Melisa aytdiki, uydagi narsalarni, kiyimlari bormi, narsalari bormi? Vashi bizga qiziq bas. Biz yerda qiladigan ishimizni qilib bo'ldik. Degandan keyin uyda egasiga aytgan buni. Uyda egasi bizga tezroq mana narsalarini olib chiqib ketinglar. Melisadan telefon qilib so'radim. Men betga boshqa kvartirani qo'yaman. Menga uyimni tozalab tayyor qilib beringlar, keyin svet, gazni pulini olib qolaman, keyin qolgan pullaringni qaytarib beraman degandan keyin biz o'sha yerga kirib video qilganmiz. Tushundingizmi? Demak, video qilganingiz yetmayapmi? Sizga savoldan o'zingiz olib qochyapsiz. Hozirgi kunda top-toza turibdimi, bo'ldi? Baki, qanali? Tozami? Bu toza ekan. Bo'ldi. Menga mana shu narsa kerak edi. Xo'p. Endi nima uchun sizni sherigingiz yoki tanishingiz Sitora ismli shaxs sherigingiz nima g'alat savollar beryapsiz? Qayerdan bilyapsiz? Yoki tanishingiz. O'shancha ikki xil gap bo'lmas. Siz asabiylashmang. Nimaga asabiylashyapsiz? Xolismisiz? Nimaga asabiylashyapsiz? Asabiylashing. Siz asabiylashadigan savol beryapsiz. Sherigingiz deyapsiz. Asabiylashing. Menga sherigingiz yoki tanishingiz deyapman. Ikkovidan bittasi. Sherigingiz deganda, maytda har xil odam bor-da. Olim odam bor, omi odam bor. Domla odam bor, ko'chadagi bir fikri, o'zini shaxsiy fikri yo'q odam bor-da. Siz bu yerda hali provokatsion savollaringizni bermang menga. Provokatsiya nima degani o'zi? Eshitib turingsiz. Mana u qizda sherigingiz deyapsiz, to'g'rimi? Qayerdan bilasiz bu meni sherigimligini? Shu savolga javob bering, kim aytdi? Isbotlab beraman. Qayerdan bilasiz? Siz yaxshilab eshiting, faqat gapimni oxirigacha. Siz Farida, Sitora, Sherzod, Sirojiddin, sizlar 5 talabiylar birsizlar. Va sizlar barchanglar bu narsani hammasini bilasizlar. Bunga sabab Sitora ismli shaxs sheriklaringiz. Marhumani onasiga telefon qilib, og'ziga advokatman degan bechora ona ishonib notarius qilib bergan. Notarius qilib berganini o'zingizdan bilasiz, to'g'rimi? Bechora ona ishonib orqali ishonchnomani davleniyasi qilib bergan. Sitorga. Siz endi qarang. Sitora qilib bergan. Sizlar hamma vaziyatda juda ham yaxshi bilasizlar. Xolisbek, eshitib tur. Xolisbek, siz Xolisbekmisiz? Dalil uzma. Siz nima meni ehsonchi deb gapirdingiz, men ham sizni Xolisbek deyman. Ehson qilasiz-ku. Siz ham xolislik qilasiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, men jurnalistlik qilaman. Siz xolisman deyapsiz. Men ham Xolisbek desam bo'laveradi? Albatta, jurnalist xolis bo'ladi. Xolis bo'lsangiz, nimaga bunaqa alaqa savollar, hali ular gaplaringizdan yo'qki, ular jabrdiyda, biz qotillarga aylanib qolyapmiz. Nimaga bunaqa savollar? Siz qotil emassiz. Siz qotil emassiz. Siz o'sha yerda insonlarga yordam berib yurgan odam edingiz. Sizni hamma hurmat qilar edi. Mana ham hattoki men sizni misol videolaringizni ko'rib, bu shunday odam, bu mayitlarga yordam berib yurgan odam ekan. Qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin dedim. Lekin sizni yoningizdagi odamlarning ayrimlari Mamaroza, Minboroza, Mamarozaligini ham hattoki siz juda yaxshi bilasiz. Hali javob berasan, tushundingmi? Hali javob berasan, siz bunaqa to'g'risini gap egasini topdi. Gap egasi topdi. Men lekin bu odamni aytmagan edim. To'g'rimi? Sen
Avaz aka, eshiting. Sen javob Avaz aka, berasan. qarang. Tinchlantirib olaylik. Chantaj. Tinchlantirib olaylik. Qarang, men bu yoqda Bir minut. yon atrofidagi odamlardan bittasi edim. Kallasi yo'q qumri. Ko'rdingizmi? Gap kelgisiga bordi. Gap egasiga yetib boryapti. Chunki siz bunaqangi inson emassiz va siz yon atrofdagi odamlaringiz bunaqangi qarang. qo'pol qilib aytganda mana o'zi bo'lishi kerak emas. Bu narsani hammamiz juda yaxshi bilamiz. Opa. Hammadan gazatim bor. Alloh bor-ku. Bashariy qursa erkak kishi bo'lmaydi. Ha, eshiting. Mana kimlarni oldida o'tiribsiz? Mana sizga yarashmaydi, uyat sizga yarashmaydi. Sizni xalq qanaqa hurmat qiladi, bilasizmi? Sizni xalq qanaqa hurmat qilishini bilasizmi o'zingiz? Hattoki o'zingizdan bilmaysiz. Sizni oldingizga bo'layotgan gumonlar, hamma narsa mana shu yon atrofingizga kurgizdan kelib chiqadi. Agarda shu insonlar bo'lmaganida hech kim sizga bunaqangi qilmas edi. Xohlasa, ko'rasan. Jam, men gap. Sharmanda bo'lasan. Turing. Suv bering. Aka, eshiting. Bo'ldi, ha, suv Siz bersin. yana bir siz meni gapimni eshitmadingiz. Siz yaxshi insonsiz. Siz yaxshi inson edingiz. Mana shu insonlar sizni aynitdi. Siz xolis inson edingiz. Men sizga ishonar edimki, siz bu yerdagi barcha voqealarni bilasiz, xabaringiz bor. Bundan oldin ham Sherzod bilan Shahzod bilan ham gaplashib Opa, ko'rgansiz. ko'chaga chiqib hal qilamiz, gaplashamiz. Vaziyat bo'yicha. Siz bilardingiz. Siz aytardingiz va siz buni tegi yetardingiz. Mana o'zingizdan isbotini aytyapsiz. Mana bunaqa narsa bo'ldi. Lekin shundoq inson, butun bir xalqqa, O'zbekistonga, Koreyadagi o'zbeklar nazorat qilib tomon yordam berib yurgan odam, shunaqangi odamlar bilan yonida yurish, men bilasiz kim aytayotganligimni, siz o'zingizga yarashadimi shunaqa insonlar bilan o'tirish? Atrofingizga kimlarni yig'dingiz? Pazor bu siz uchun. Sizni insonlar qanaqa? Sizni obunachilaringiz qanaqa hurmat qiladi sizni? Bu tavsiyatga tegib. Chiqib oling bo'lmasa, men gaplashyapman. Hop, to'xtang, bu savol beryapti. Siz qo'lingizdan kelsa, bemalol yozavering, batda indamay ol. Tavsiyatga tegmasdan gapir. Indamay gapiring, opa, men gaplashyapman bu aka bilan. Bu aka menga savol beryapti. Siz zapisi turibdi, o'zingiz ustidan yozavering, lekin batda to'palang qilmang. To'g'ri, malades. Akajon, savolingizni qaytarib yuboring, to'g'risi, boshqa nima bo'ldi? Sizda inson mana shu voqealar bo'lyapti, mana xalq o'ylayapti, ko'zingiz ham ko'ryapsiz. Shu odam delani bekityapti deb. Nimaga yon atrofingizga mana shunaqangi insonlarni yig'dingiz? Men hozir aytdim, to'g'rimi? Opa, jim turing, men gaplashyapman. Savolimiz bor. Bo'ldi, savolingizni o'tiribdi. Delani mana ishga olib boryapti, mana sizlar bilan mana hamkorlik olib boryapti, harakat bosku topishga, to'g'rimi? Lekin sizni yoningizda yurib bu ishlarni olib boryotgan odam kimligini men sizga aytdim. Nima uchun sizga yarashmaydi-ku bu? Endi Xo'p, savol eshitasizmi javobni? Albatta eshitaman. Javobni eshiting. Qisib turasizlarmi yoki boshqa joyda gaplashaymi? Jim turinglar, iltimos. Dalil o'ziga e'tirozlarimizsa zapis qilib ustidan yozib yuboringlar. Batda menga xalaqit bermanglar. To'g'rimi aka? To'ppa-to'g'ri. Endi lekin men aynan bitta odam mana ro'za deb aytganmi, o'sha odamni o'zi deb ketdi. Eshitaman sizni. Aka bo'ldi endi. Turgan gapingiz. Savol bersin. Hech tomang. Men eshitaman sizni javoblaringizni. Men siz shu gapingiz uchun menda asosiy dalillar borligi uchun indamay turibman. Hali siz menga savol berasiz, javob beraman. Jam. Xullas, daliluz aka, ismingiz nima edi? Gap. Ismim Javohir. Javohir, meniki Avazbek. Uzr alaykum. Shamollab qoldi. Chiqsa yo'q, bemalol. Shamolni yaxshi bo'lib ketadi. Siz yon atrofingizda insonlarni tozalang, siz yaxshi insonsiz, zo'r bo'lib ketadi. Yo'q, aka qarang. Advokat narsa degan odamlar ham aka bitta narsada, mana endi men jurnalist emasman-da, bo'ldi. Men o'zimni o'sha oddiy inson sifatida gaplashaman, okey. Bitta mana bunaqa narsa bo'lyapti. Mana men endi ofitsial gaplashmayman, o'zimni konkret inson bo'lib gaplashyapman. Gapiring. Okey, bitta narsada, biratdan qarang. Bitta onaga telefon qilyapti-da, qarochi yetilyapti. Mana bunaqa narsa, biz advokatimiz deyapti, ona bechara. O'zingiz o'ylang, onani o'rniga qo'yib ko'ring, bechara hali ko'rmagan tan jarohatlarini ham. Men bittasi men advokatman desa, ona ishonadi-da, internet tushunmaydigan odam ekan-ku. Boryapti-da, ko'ryapti, haligi bo'ldi deb bechara davenis qilib beryapti. Aka siz savolga javob berib oling. Ishonchnoma-ku. Hozir gapim tugatib savol berdingiz, men javob berib olay, iltimos. Yo'q, ishonchnomani ko'rsatsa bo'lardi-ku. Ya'ni tan jarohatlarini ko'rsatsa bo'lardi-ku, menga davenis qilib berdingiz deb. Tushunasizmi? Aka, bitta savolga javob berib yurganingizdan keyin odamlar sizni ham mashinga sherikni bilyapti. Mana nima uchun? Xo'p, o'sha savolingizga javob. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Men savolingizni tushundim. Eshituring, nechinchi yilsiz aka? Mendan kattamisiz? Siz bilan barabarman, 92 ekansiz. Ha, men ham 92 man. Javohir, eshiting. Sizga masalan
bu ayolni nima uchun oldingizda olib yuribsiz? Sizga to'g'ri kelmayapti degandek savol berdingiz, to'g'rimi? Deymas, aniq. Aniq de. 100%. Mana aytyapti-kanmi? To'xtab turing, to'xtab turing. Aytyapti. Mana o'zini aytmoqman. Yo'q, o'ziga tegib ketdi deb aytyapti. Mana aytyapsizmi? Mana aytyapsiz. Mama Rozani aytmoqman. Ha, o'sha Mama Rozamisiz? Mama Mama Rozamisiz? O'sha og'zingizga kelgan gapni. Mama Rozaga aytmoqman. Oldingizdagi deyapsiz. Oldidagi man. Siz mana aytyapsizmi? Mana aytyapsizmi? Mana shu ayolni aytdingizmi? Siz mana Qaysi aytyapsizmi? internetga chiqib qizdan ishlatgansiz manda qo'shiq aytadigan o'zbeklar ham kelib, koreyslar ham kelib, ertaga sizni bitta gap, men yengil tabiatli ayollar bilan gaplashmayman birinchidan. Hurmat bilan gaplashinglar. Hurmat bilan gaplashing. Gapiring, siz jim turing. Gapiring siz. O'sha joyda, kafe. Men bu odam bilan gaplashmayman. Men bo'lmasa jim turing opa. Bo'ldi, o'tirib turing. Bo'ldi. Bu ayol kishi bilan Ikkalalaring boshqa prямой efir qilasizlar. Davay, jim. Men bilan gaplasha olmayman. Ayol kishilar emas, men bunaqa yengil tabiatli ayollar bilan Davay, gaplashaman. eshiting aka. Siz bilan gaplashaman. Konkretniy savol. deb aytdimi? Hop, inson yozasimi, chizasimi, o'z bilasiz tashqarida qilasiz, opa. Men gapiryapman. Xo'p, bu akani savoli bunaqa bo'ldiki, mana bizni 40 mingtadan oshiq odam kuzatyapti. Men aytdim, normalniy odam kuzatyapti, to'g'rimi? Biz hozir chiroyli gaplar, batta hamma musulmonda. O dalil uzam musulmon, biz ham musulmon, to'g'rimi? 40 mingta odam bekor hali vaqt o'tmasin-da. Hammaning maqsadi Nozimani o'sha qotil bo'lsa, qotilni topish, agar o'zini o'ldirgan bo'lsa, o'zini o'ldirganligini isbotlash. Lekin qanaqa bo'lgan taqdirda ham Sherzodda aybi bor. Nozimani Sherzodni olib keling, bir orqangizda tursin shu bola, animdan ko'ra Sherzod tursin. Men bilan gaplashing. Siz men bilan gaplashamiz, tursin. Qanaqa bo'lgan taqdirda ham Sherzod uni bo'g'ib turib, o'ldirib turib, osib qo'ymagan taqdirda ham Koreya qonunlari bo'yicha haligi daftar bor-ku, o'sha daftar bilan Sherzodga hech qanaqa bir jazo yo'q ekanmish. Politsiyani aytish bo'yicha. Ha, politsiya aytayapti. Politsiyani gapi bu. Gapsizmi? Politsiyani gapi. Endi O'zbekistonda bunga jazo bo'lishi mumkin ekan. Bu ham Koreyaning politsiyasining gapi. Buni biz sizlarga beryapmiz, O'zbekistondagi onasiga olib borib topshiringlar dedi. Biz olib borib topshirdik, to'g'ri? O'sha videoda tobutni ichiga solib qo'ydim men o'z qo'lim bilan. Endi bu yerda janjallashmaylik. Aka, kim Mama Rozami, Oppog'oymi, o'zi hamma o'ziga o'zi javob beraveradi. Endi men aytmoqchi bo'lganim, men bunaqa odam bilan gaplashmayman demoqchiman. Siz savolingizga kelsak, aka, Javohir aka, sizni savolingizga kelsak, aka, siz oldingizda olib yuribsiz, deyapsiz, to'g'rimi? Nima uchun bu ayol aynan mana shu Nozima temasida oldimda yuribdi? Chunki mana savolingizga javob beryapman. Chunki endi bu ayol men bilan yurmaydi. Bu ayol oldin ham men bilan yurmagan. Undan keyin ham yurmaydi. Nimaga? Aynan shu temaga aloqasi bor. Nimaga? Chunki o'sha Nozima buni onam deb ikkalasi apaq-chapaq bo'lib, ona bola bo'lib yurishgan Koreyada. Nozima bilan, ya'ni marhuma bilan. Bu ayolda nima ish qilishi, Alloh taolida qanaqa javob berishi bu uni shaxsiy masalasi. Lekin bu ayol nimaga aynan mana shu ishda meni oldimda yuribdi? Nozimani qotilini topishga yordam berish haqida jon kuydirib, oddiy bir vatandosh sifatida yuribdi bu ayol. Lekin bu ayolmi yo hammalarmi? Qolganlar ham, yon atrofingizda sheriklaringizni ham nazarda tutayotgan. Ular ham shu. Ha, mana Setorat ham qo'lidan kelgancha yordam beryapti tarjimonlik bo'yicha. Mana hozir yana bitta mashinchi odam ham nima xizmat avaz aka deb o'tiribdi masalan. Biz hammamiz bitta odam, Koreyada begona yo'q. Bilaman, o'sha bitta odamliginglarni, o'shaning uchun sherik silatsam, siz jahlingiz chiqib ketyapti. Bittaliginglarni hamma bilib turibdi. Siz jinoiy guruhsiz demoqchi emasman. Siz nima bilan gapiryapsiz? Siz yana shunday gapiryapsiz. Biz Koreyadagi hammamiz bittamiz deyapman. Bir oilasizlar. Ha, siz ashadda ham hali ilmaqli gap qilib chiqib ketyapsizki, bilyapsiz, sizlar beshalalaring bittaliklaringni deyapsiz. Gap o'yin qilyapsiz. Bunaqa gap o'yin qilsangiz aka, hammanglar jinoyatchini, ya'ni qotil bo'lsa, o'shani qidiryapmiz deb aytyapsiz. To'g'rimi? Hamma shu fikrdami? Ha, butun Koreya kerak bo'lsa, butun Koreya agar shu Nozimaga nisbatan qotillik bo'lgan bo'lsa, butun Koreya yordam berishga tayyor.
butun Koreyadagi musulmonlar. Bu Okey, mana bas. Bu yerda bunga Mana ham tayyorman. zarar bas, bunga ham zarar bas, hech kim moddiy manfaat yo'q bu yerda. Hamma qarang. bilmadim, Amerikada o'zbeklar qanaqa oqibatsiz bilmayman, lekin Koreyada oqibatimiz bor. Juda Amerikada o'zbeklar biz juda oqibatlimiz. O'zi bizda Bo'pti, unaqangi demak, holatda siz nima deb unaqa deb o'ylayapsiz bo'lmasa? Biz oqibatlimiz, har doim bir-birimizga yordam beramiz. oqibatli bo'lsanglar juda zo'r. Men xursandman aka, xursandman. Demak, hop, bu aniq premyer efirimizni o'sha ancha mana yakunlayapmiz. Demak, sizlarning maqsadinglar hammanglar bekorchimiz gaplashamiz. hammanglar savol bering. yo'q, meni ham vaqtim bor. Bu masalani oydinlik kiritishimiz kerak. Jinoyatchini qidiryapmiz. Ya'ni siz ham, to'g'rimi? Yon atrofingizdagi insonlar, o'tirganlar, u yoqda ham shu tariqa biz ham, boshqalar ham-da. Xohlasangiz, men sizga qattiq shu yordam berishim mumkin. Hozir o'zida. Qanaqa yo'q, to'xtab turing. Sizlar men gaplashyapman. Nima yordam aka? Sherzodni oldingizga olib keling. Vakil. Bu mana bitta narsa bor. To'xtab turing, ashta bitta gap gapirib qo'y. Men-chi aka, men. Siz bo'lasizmi, men bo'laman, boshqa odam bo'ladimi aka? Hammamiz vatandoshimiz, to'g'rimi? Siz Amerikada bo'lsangiz ham, boshqa joyda bo'lsangiz ham. To'g'ri. Mana siz internetdan turib, siz biladigan ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Biz aqlimiz yetmagan joyga, balkim siz aqlingiz yetib turgandir. Siz aytyapsiz, menda qanaqadir narsalar bor, men sizga yordam berishim mumkin deyapsiz. Davay yordam bering, bizni savolga tutmang. Biz jinoyatchi ham emasmiz. Qoralo'ch hech kim Sizni hech kim jinoyatchi demayapti. Sizni hech kim jinoyatchi demayapti. Men buni yashirmayapman. Tushunyapsizmi? Yashirmayman buni. Yashirmayapsizmi? Ha? Hozir qarang mana, endi mana hozir konkretni mana inson bo'lib aniq gaplashyapmiz. Men как jurnalist sifatida gaplashmayapman, to'g'rimi? Aka-uka sifatida, как o'zbek sifatida gaplashyapmiz, to'g'rimi? Aka-uka sifatida. Boshligi sizni harakatlaringiz, olib chiqish videolaringiz bizani shunaqa shubhaga uyg'ottirdi. Men anasiga ochiq anasi aytaman. Mana endi hozir bu bermadim. Ha, yo'q. Albatta shaxsiy fikrim, o'zim mana shu nimaga bo'lganini sizga tushuntiraman, odamlar unaqa o'ylab qolgan. Mana endi hozir siz oldingizga olib, mana men kerak bo'lsa ushlayman deyapsiz-da. Xo'p. Ismingiz Sherzod, to'g'rimi? Sherzod. Sherzod, qarang. Siz o'sha kuni Avaz akaga kirganingizda, Avazga siz oldingiz kirib, xonaga kirdinglar-ku uyga, janjal bo'layotgan uyga. Kirganda siz o'zingiz og'iz bilan aytdingizki, "Ha, bu qotillik bo'lishdan oldin go'yoki sizlar urushgansizlar, urushdik, janjallashdik" dedingiz, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Qo'l ko'tardingizmi, yo'qmi? Yo'q. Nozimaga. Yo'q. Umuman qo'l uchini tekkazmadingizmi? Yo'q. Shu gaplaringizga o'zingiz ishonyapsiz, yolg'on gapirmayapsiz. Ha. Unaqada qanaqa qilib Nozimani burni sinib, burnidan qon kelib, lablari ishib, qo'llari va badallari ko'karib ketdi. Sizda janjallashgansizlar-ku o'zingiz gapingiz bilan. Biz gap bilan janjallashganmiz deyildi-ku. Nima u hamma yo bardak u yotibdi-ku. Gaplashyapti. Agar videoni ko'rgan bo'lsangiz, dasturxon tortilgan dedim. Bakal otgan nimaga, o'ynaga dedim, to'g'rimi? Eshitolmaysiz. Tushundingizmi hozir nima demoqchi bo'lganim? Tortganda. Nimadir bir-birimiz bo'g'ay turganimizda sachirib ketmadi u narsalar. U narsa dasturxon bo'lgan, dasturxon ustida sinaydigan narsalar bo'lgan, meva-cheva bu narsalar bo'lgan. U dasturxon tortganda hamma narsa tushib ketadi-ku. Jahlda. Politsiyaga qachon bordingiz? Nimaga qiziq bo'lyapti u? Ber hamma savoliga javob ber. Nimaga siz savoldan qochyapsizmi? Politsiyaga qachon bordingiz? Ber savol, beradi hamma savol. Efir qilgan kunimiz ham bordim. Birinchi. O'sha haligi Birinchi. o'lgan kuni bordim. O'zi biladi. Buni bosh o'ziniki. O'rgatmanglar. Mayda shuncha odam turibdi. Savoliga konkret savol beryapti. Javob ber qisqa lo'nda. Vafot etgan kuni va o'sha efir bo'lgan kuni. Bo'ldi. Demak, politsiyaga bordingiz-da. O'sha yerda janjallashganingizni aytdingizmi politsiyaga? Aytdim. Politsiya uyga kirdimi? O'sha o'lgan kuni biz больницаdan chiqdik. O'sha payt o'sha politsiya, больница hammasi birga kelar edi. Pojarniy nimadir muammo bo'lsa. Endi qarang, sizga savol-da. Mana 1 yil, 2 yil o'zingizlar bilasizlar muddatinglarni, mana birga bir-biringlarni yoqtirib yashadinglar, to'g'rimi? Sevishdinglar, vaqt kelsa birga yashadinglar, to'g'rimi yo noto'g'ri aytolmanmi? Gapiravering. Bo'ldi. Yo'q, gapiravering emas, to'g'rimi? O'shanga siz o'shanga qarab aytaman. Bo'ldi. Ha bo'ladigan bo'lsa, men siz erkak kishi sifatida
qanaqasiga siz bu narsaga vijdoningiz yo'l qo'ydiki, o'lgan o'zingizni bo'lajak turmush o'rtog'ingiz yo'qligida yaxshi ko'rgan insoningizni, ayol ojizani internetga olib chiqib, uni har xil videolarni ko'rsatingiz. Mana qilib. Bu erkakchiligi, qanaqa g'ururingizga sizni bu qabul qildi? Qaysi videoni olib chiqib ko'rsatibman mana deb? Internetda polni aylanayotgan narsalar nazarda tutyapman. Общий. Bittasini ayting, o'shani asos qilib Pichoq ko'tarib yurgan-ku, to'g'rimi? Pichoq ko'tarib yurdi deb olib chiqqan videoyingiz bor-ku. Majbur qilishdi o'sha narsaga. Xo'p, nima uchun? Tergovchi emas, avazaki oddiy inson bu. Tergovchi emas bu. Kirganda nimaga endi mana bu icharida qilib ichirgan, chakadiganini hammasini bularga aytib, o'zingizni yaxshi ko'rgan bo'lajak turmush o'rtog'ingizni nega unaqa internetda obro'sizlantirib aka. Qolganlarga ham ibrat bo'lsin deb turib, nima bo'lgan bo'lsa, ro'y rost aytgan. Bu ichib o'tirgan bo'lsa, men ichib o'tiruvdim, demagan degan narsalar bo'ldi-da, tushunyapsizmi? Mana shu savoliga men javob beraman. Bu savol meniki ekan. Yo'q, o'zlari javob bersinlar, iltimos, avazak, iltimos. Qarang-da. Nima bo'lgan taqdirda ham u sizni bo'lajak turmush o'rtog'ingiz. U siz uchun o'zi qurbon bo'ldi. Shu narsani biling ukan. U siz uchun o'zini qurbon qildi. Janjallashdinglar, boshqa narsa. Lekin u erkak bo'lib, u mard bo'lib, siz agar tilingiz o'zini osgan bo'lsa, mard bo'lib osib ketdi. Siz o'zingiz internet chiqib men o'zimni osaman demang. Erkak bo'ladigan bo'lsangiz, olib osib oling. Lekin mamyoda bu naborot mardlik qilib o'zini osdi. Kimgadir osonman, o'lolman emas. Nimaga taqlid qilyapsiz? Bor o'zim dosmoqchimisiz? Nimaga taqlid qilyapsiz? Siz bor o'zingiz osasizmi agar men osgan? Yo'q, nimaga taqlid qilyapsiz bu savolingiz bilan? Bor o'zingiz osyapsizmi? Men aytmoqchi bo'laman gapim, siz erkak kishi bo'lib turib, yoningizda turgan ayolni naborot internetga sharmanda qildingiz. Просто sizga fazo. Qancha yashirdik, mashinada og'zimizni yopib, aka, yo'q, bo'ldi, yo'q. Hamma aybni bo'ynimga olib turibman, video ko'rsalar. Onglar. Qaysi aybingizni olasiz bo'yningizga? Qaysi aybingiz? Hamma narsani o'zim bo'ynimga olib turibman. To'xtab turing, to'xtab turing. Qaysi hamma narsa, qaysi? To'xtab turing. Qaysi bo'yni to'xtab turing. Siz bo'ynilariga olib kerakkanlar. Nimani bo'ynilariga oldinglar? Siz aytdingiz. Yo'q, hamma narsani to'xtab turing. Bo'ynimga oldim deyapti. Nimani bo'yningizga oldingiz? Ko'rsating, iltimos, xalq ko'ryapti. Bo'ynimga oldim dedi. Nimani bo'yningizga oldingiz hamma narsa? Bu yerda urush bo'lishidan oldin, u janjallardan oldin onasi haqida, o'zini shaxsiy hayoti haqida aytgan gaplarini men aytmaganman edi. İşte nimaga aytmaganmanki, onasi ham o'sha narsani eshitib turib, erta vijdon azobida o'tmasin shu narsalarni. Bo'ynimga olayin, qabrimga olib ketayin. Hech qayda aytmayman shu narsani deb hech kimga aytmadim. Qalay javob oldingiz? Hozir siz aytayotgan gapingiz, men hammasini bo'ynimga olmayman-ku deb, siz nimani bo'yningizga oldingiz deyapman. Hozir yana bir marta qaytaraymi? Hozir gapirgan gapimni yo'q. Bo'yningizga olgan narsani ayting bo'ldi. Mana aytyapman, uyidagilarni temasini, oilasida oldin bo'lgan hayotini, stress olgan narsalarini aytmasdan, men tufayli urush bo'ldi, meni anaqam tufayli urush bo'ldi deb turib bo'ynimga olib turibman, tushunyapsizmi? Demak urush bo'lganini siz bo'yningizga olyapsiz, to'g'rimi? Aynan men tufayli bo'ldi. Anaqa osilganda siz qayerda edingiz? Nozima osilganda, uyda o'lganida qachon ko'rib qoldingiz? Qayerda edi? Yo'lda edim. Yo'lda Nozimani oldida ketyaptimiz? Vasunda uyimga ketyapti ro'yim. Uyingizga ketyapsiz. Mana Nozim bilan siz janjallashdingiz, siz yana chiqib ketyapsiz uydan, qaytib kelayotganingizda yo'lda o'sha o'lgan, to'g'rimi? Yo'lda o'zimni uyimga ketyap turganimda o'zini osib qo'ygan ekan, bu xabarda sherigim aytdi, o'zini osib qo'ydi. Tez qaytishdi. Biz qaytib keldik. Men qaytib keldim, sherigim ham bor yonimda. Xo'p, demak, tushundim men sizga gapingizni. Hech qanaqangi sizni betda Nozimani o'limi bo'yicha hech qanaqangi aybingiz yo'q, ha? Hayt. Vijdonan butun o'zbek sizni kuzatib o'tiribdi. Butun ayollar, butun erkaklar, haqiqiy mushuklar kuzatib o'tiribdi. Haqiqiy ayollar kuzatib o'tiribdi. Qanday narsa o'tgan bilmayman. Aynan Sherzod uchun osdim deganmi, yo'qmi boshqa problemalar bo'lgan. Siz o'zingiz ayting. Sizni umuman aybingiz yo'qmi bu o'lim holatida? Bosib qo'yganim yo'q. Mana shu narsani 200% qayda bo'lsa ham gapiraveraman. Men o'zim bosib qo'yganim yo'q. Siz o'ldirib osib qo'yganingiz yo'q. Siz uni majbur qilgandirsiz balkimdir, uni o'zini osishga. Shu darajada olib kelib psixologiyasiga qilib. Men uni yechib olayim, men sizni ko'rib isib ketyapman. Tabiiy endi asoyista qo'ldan baling. O'zi bilyapti, o'z betini tushunadi. Odamga o'xshaymi, suvni iching, siz hech kim so'kayotgan yo'q. So'rayapti. Bu ham bitta siz akangiz, to'g'rimi? Agar aybsiz bo'lsangiz qo'rqmaysiz, tushundingizmi? O'zingizni bosib, chiroyli javob bering. Vaqtimiz ko'p. Bitta sajal ishga chaqirgan yo'q, davay. Savol boshqatdan bering, o'zini yo'qotib qo'ydi hozir. Siz bildim o'sha narsani. Siz
bu Nozimani o'limida o'zingizni zarracha aybim yo'q deb hisoblaysizmi? Faqat erkak sifatida vijdona. Tan olaman. Qisman aybim bor deb tan olaman. Xo'p, o'sha joyini ayting, qaysi joy o'sha? O'sha aytdim-ku, videoda aytganman. Yo, o'limida deyapman. Savolimni yaxshilab eshiting. Nozimani bu o'limida sizni qanaqangi azgan aybingiz? O'limida aybim yo'q. Kichkina aybim bor. Ha? Yo'q, o'limida emas. O'sha siz aytyapsiz, sabab bo'lgan bo'lishi mumkin-ku, deyapsiz. O'sha balki men bilan urushgan qandaydir stress olib turib, miyasiga qanaqadir tomirlar tegib ketib, o'sha narsadan stress olgan bo'lishi mumkin deb o'sha kichkina deb o'shani nazarda tutib aytyapman. Tushunarli. Prosta bitta narsa. Bu dunyoga erkak bo'lib keldikmi, erkak bo'lib ketishimiz kerak. Barcha har bitta to'g'ri qilgan ishimiz, noto'g'ri qilgan ishimiz barchasini bo'ynimizga olishar. Bu hamma narsa bu mardlik bo'lishi kerak, mard inson bo'lishi kerak. Haqiqiy erkak kishi qilgan aybini ham, qilgan gunohini ham, qilgan noto'g'ri ishini ham yaxshi tan olishni bilishi kerak. Mardlik bo'ladi ana o'shanda. Lekin siz agarda mana shuncha odam ko'rayotgan ekan, mard bo'lsangiz, o'zingizni haqiqiy erkakman deb bilgan bo'lsangiz, siz mana shu narsani tan olishingiz kerak. Sizni bu Nozimani o'zini osishi bo'yicha butun ijtimoiy tarmoq faollari sizda aybingiz bor deb hisoblaydi. Nimaga butun ijtimoiy tarmoq a'zolari? To'xtab tur. Bu bolani savoli to'g'ri joyi ham bor, noto'g'ri joyi ham bor. Men shuni tushuntirib beraman. Meni fikrim sal boshqacharoq. Bu yerda buni aybi yo'q demoqchi emasman. Buni ham aybi bor. O'sha marhumaning ham aybi bor va ota-onaning ham aybi bor. Bitta juda ko'pchilikda aybi bor. Bitta odamda aybi bor deb qo'ya olmaymiz. Agar qonun Koreyada jazosi qo'yadigan bo'lsa, o'sha daftar bo'yicha jazosiga tayyor. Agar O'zbekistonda ham jazo bo'lsa, jazosiga tayyor. Lekin bu aytayaptiki, buni gapi. Men o'ldirib osmaganman, to'g'ri janjallashganmiz, rashk bo'lgan, chunki boshqa O'zbekistonda uylangani ketayotgan ekan bu bola. Bu qiz rashk qilib janjal qilgan, keyin kelasi janjal bo'lganda, ulas u qiz buni tashlab ketayotganligiga chidamasdan o'zini osgan hisoblanyapti hozirgi ma'lumotlarga qaraganda. Lekin bu bolani gaplariga qaraganda buni. Endi mana hozirgi ma'lumotlarga qaraganda debdim. O'sha mana bolani Sherzodning gaplari bo'yicha bilan nima edi oting, yana esma Sirojdinning gaplariga qaraganda. Endi bu yerda shunaqangi uni Koreya politsiyasi oxiriga yetadi. U hozirgi nimalar o'zini osganligini aytayapti Koreyaning politsiyasi. Endi bu aybi o'zi ham xohlayapti. Aybim bo'lsa jazolanay, qiyomatda ham, dunyoda ham deyapti. Shunaqa bo'lsin. Bo'ladi. Bo'lmasa qanaqangi nima ish qilgan bo'lsangiz, qul sizga hech kim imini sen borib buni osgansan demayapti. Bu narsa siz bilan faqat Allohga, marhum Nozimaga u bog'liq. Chunki u faqat uli guvoh. Siz agarda o'zingiz borib mana shu narsalarni tan olib, o'zingiz agarda aybingiz bo'lib jazoingizni olmas ekansiz, men sizga aytayapman, ko'zingizga ko'rinib urib shunaqangi qiladi. Men o'zim ichki ishlar bilan hamkorlikda anchadan beri ishlab, siz aytayotgan o'liklarni men qanchasini ko'rganman. Necha marta biz gapiryapsiz aka. Xuddi shunaqa. Siz gapimni bekor bo'lib qo'ydingiz-da. Men sizga gapingizni bo'lmaydi. To'xtab turing. Siz hozir borib o'zing tan olmasang deyapsiz. Agar o'zingni zarracha bo'lsa ham aybim bor dedi-ku. O'sha narsani aytayapman. Borib o'zing politsiyaga borib qilmas ekansan, bu narsa uchun o'zingni jazoingni olmas ekansan, uni ruhi hech qachon seni tinch qo'ymaydi deyapman. Bilib, men rostdan aytayapman ukam senga. Hech qachon ruhi sen ko'zingga ko'rinib ham hech qachon seni tinch qo'ymaydi. Xo'p, o'shani qonun aytsin. Bu ham qochib yurgan yo'q. Ertaga qog'oz chiqsin aka. Xudo xolos chiqadi. Qog'oz chiqsin, Koreyada qog'oz chiqsin. Undan keyin bu o'zi batta turmaydi. O'zi ani qo'lidagi daftar ham yetarli buni ushlab olib ketishga. Bu o'zi boradi, o'sha qonunda oldiga o'zi boradi. Men o'zim aeroportdan o'zim jo'natib boraman. Aeroportda Nozimani ayasi o'zi kutib olib bilganini qiladi. Biz buni primoy efirda ham gaplashganmiz. Siz aytyapsizki, hozir sen shuni qil deyapsiz. Tushunyapsizmi? Hozir ishtima aniq emas-ku. Aniq bo'lsin. Qog'oz chiqsin. Mana qilaylik bo'lmasa, tushundim men sizni. Qarang, mana qilaylik. Mana hozir shu yerda mana yon atrofda shuncha o'zbek o'tiribdi, to'g'rimi? Bu yerda hamma adolatparvar odamlar, to'g'rimi? Adolatni xohlayotgan odam va bizani mana kuzatayotgan odamlar ham, to'g'rimi? Hozir bitta ish qila olamizmi? Mana Avaz aka, okay. Bitta ish. Bu mana butun xalqning iltimosi va meni ham o'zimning iltimosim. Men sizga hozir tashlab beraman, agar bo'lmasa, Telegram orqali tashlab beraman.
marhuma Nozimani dahshatli darajadagi ko'karganlari tan jarohatlari polностью boshdan oyoq. O'zingizga ijtimoiy tarmoq qo'ysa, bu birinchi bloklab oladi. O'zingizga tashlab beraman. Siz boyagi uy ahvollarini hammasini o'zingiz syomka qilgansiz, to'g'rimi? Bu bola men janjallashdim degan gapi bor, to'g'rimi? O'zingiz aytgan. O'sha narsalarni hammasini olib, prямой efir qilib yoki video qilib politsiyaga topshiraylik. Politsiyaga biz nima qildik hozir? Politsiyaga topshirdik-ku. Yo, eminda mana qarang. Uy sharoiti, bu bolani men janjallashdim degan gaplari va bundan tashqari bu marhumani tanasini ko'rmaganda emas-ku, men sizga yuborsam. Hammasini 3 ta narsani bitta qilib politsiyaga mana bo'lgan holat bo'yicha jinoyat mana o'sha kuni bu bola mana urush talashgan ekan. Buni o'zi aytibdi. Mana uydagi holat. Mana biz uyga kirib ko'rdik. Mana bu qizi tan jarohatlari. Buni mayt hozir biz Toshkentga yuborganmiz. U o'zini o'zi osib qo'ydi degani gumonda bo'lyapmiz. Lekin bizning gumonimiz mana bu bola ham hozir tugatib oling. Mana bu bola ham o'ldirgan bo'lishi mumkin. O'zi aytibdi. O'sha kuni urush deyapti deb mana shu hamma delani men aytgan narsani olib shunda hozir borib politsiyaga topshira olamizmi bu bolani? Aka biz bu ishni bo'ldik. Siz aytgan ishlar hammasi hozir siz aytdingiz-ku, anaqani hali ko'rmadim menda u yo'q deb. O'sha mayitlari bilan birga topshirdingizmi? Mayitni ahvolini, aka biz o'zi mayitni militsiyadan oldik, politsiyadan oldik. Politsiya biladi u rasmlarda, u o'sha politsiya o'zi yorib ko'rgan. Biz unga nima aytamiz? U o'zi qilgan bu ishni. Yo'q, politsiya yorib ko'rmaganda. Siz adashyapsiz, qarang. Sizni qo'lingizdagi hujjat, ekspertiza, o'sha politsiyadagi ekspertiza yorib ko'rgan uni. Biz unga aytishimiz yo'q, adashyapsiz, qarang. Sud ekspertizasi hali yo'q u. Uni siz aytayotgan o'sha politsiya, u sud politsiya yormaydi birinchidan. Qarang, buni sud med ekspertizasini qarori bilan cho'nsa ekspertiza qiladi, sud qiladi bu narsani. Cho'nsa sudda qaror bilan bo'ladi. Sud med ekspertiza boshqa narsa, med ekspertiza boshqa narsa. Sizlar qilgan narsa, o'sha yorgan narsa, cho'nsa u morgda libo odam o'lgan odamni yoradi mana bundoq qilib. Cho'nsimi? Med ekspertiza bilan sud med ekspertizani farqi bor. Cho'nsa o'shanda O'zbekistonda sud med ekspertizasi yo'q, qarang, sud med ekspertizasi mana endi bo'lolmaydi. Nimagaki? Chunki bo'ldim, daveniz qilib bergan odam bo'ldi, bilmaymiz, balkimdir meni davom yo'q deb chiqib ketgandir. Mayit uje yo'q. Endi qanaqa qilib sud ekspertizasi bo'ladi? Endi men sizga tushuntirib beraman. Bizi Daliluz jamoasi va marhumani onasi bizni yana boshqa hamma shu Turkiya, Koreyadagi hamma odamlar bilan biz maslahatlashib bitta qarorga keldik va O'zbekistondan advokat oldik, Koreyadan advokat oldik. Bu bo'yicha mana endi o'sha hamma videolari, Nozimani kaltangliklari bo'yicha hamma kerakli hujjatlarni olib va bu bolani albatta Sherzodda aytgan janjallashganman degan videolarni hammasini olib, xolisona maqsad faqat buni qamatib olish emas. Aybi bo'lsa bu odamni, aybi bo'lsa bu odam qamalishi kerak. Kimmi aybi bo'lsa? Yo, o'zimni men aytolmayman, bilmayman. Men siz mana endi aytyapsiz, lekin sizni boyga to'g'ri tushuning meni. Sizni oldingi boshiga olib chiqqan hamdan qilib, arolarni ko'tarib, mana bu arodan ketdi deganingiz noto'g'ri aka. Siz meni to'g'ri tushuning. U noto'g'ri. Aka, noto'g'ri narsani inson tan olishdan boshlab o'lib ketdi, to'g'risizmi? Avaz aka, u qiz o'lib ketdi. U qizni absurdat qilib, biz erkak kishimiz, biz uni absurdat qilmaylik. Joy jannatdan bo'lsin. Uni onasi meni hayotimga aralashsa bo'laveradimi? Aka, pazor emasmi? Uni onasi meni hayotimga aralashsa bo'laveradimi? Aka, mayli, ayol kishi-ku, ayol kishiga biz teng kelmaylik. Biz siz bilan erkak kishimiz, timoli marhuma-ku, arol ichida kuni go'yoki ma'mindan ketdi deb chiqarib yuboradi. Xolis bo'lmayapsiz. Yo, men sizga hozir o'sha jurnalist bo'lib emas, kaks biz siz bilan oq-uka bo'lib gaplashyapmiz. Yopishimiz kerak, soat 10 bo'ldi. Tashqarida qilmamsizmi? Mayli, bo'ldi, tushunarli. Bo'lmasa, mayli aka, sizni hamma javoblaringizni oldim. Xudo xolasa o'zimizdan xulosamizni albatta yana prямой efir qilib, video release shaklida qilib, albatta tahlil qilamiz bu videoni. Xullas, butun boshi savollaringizga javoblaringizdan kelib chiqib, bu ukamizdan ham javoblardan kelib chiqib, bitta xudo xolasa o'zimizdan xulosaviy, umumiy bitta yana xudo xolasa bir video qilamiz. Hammaga kattakon rahmat. Aka, vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Siz ketmaysiz. Hali davom etamiz biz. Qani ketyapsiz. Sizlarga yopib o'tishadi. Ha, o'zimni fikrimni aytmadim hali. Aha, eshitaman. Ha, meni fikrimni ham eshiting siz. Men aka, yo, prosta to'g'ri tushun, yopilamiz. Boshidan bular menga telefon qilgan kundan boshlab audio zapisi ham bor. Bularni zapisi menga o'lib qoldi Nozima degandek audio zapisi ham bor menda. Va onasi bilan gaplashganim video zapisi ham bor. Hamma zapislari bor menda. Meni qalbimni ham gapirib o'tib ketib qo'ying.
Mani qalbim aka. Nima deysiz? Nimamni aytib o'tib keting deysiz? Man Zarar kelib yo'qotdi. manchi aka. Eshitolman sizni. Eshitolman sizni. Просто telefonim zaryadga o'tyapti. Man aka eshiting. Man boshidan boshlab mana shu bolani aybi bo'lsa, mana shu bolani aybi bo'lsa, qamalishligini, tarafdorligimni elchixonaga yuborgan hujjatlarimdan aytdim-a. Ha, uni ko'rdingiz, videolarimda ham aytganman, qamalib ketsin aybi bo'lsa deganman. Bu ayblovni mendan olib tashlaylar, asabimga tegmanglar, kommentariyada ham siz ham. Yashirganmikin deb degan videolaringizni qilmang menga aka. Avazbek gap yashirganmi degan so'roqli haligi odamni qachon men siz yashirganmikin deb video bloger nima qilmoqchi deb. Meni fikrimni, meni maqsadimni tushundingizmi? Sizning maqsadingiz boshida boshqacha edi. Qarang, siz bilan bizda hozir juda bir chiroyli tugatayotgandik. Sizning maqsadingiz boshida umuman boshqacha edi. Siz faqat Nozimaga minus qilgan video qilyaptidingiz. Mana endi haqiqiy avaz mana bugun uyg'ondi. Shuni biling. To'xta, men videolarimni ko'rmabsiz shekilli siz aka. Ko'rdim. Aroni shu olib Nozimaga minus video qilganlaringiz nazarda tuting. Adolat. Agar shu o'ldirgan bo'lsa, shunga adolat. Men shunga o'zim bo'g'ib o'ldirib qo'yaman. Adolat. Unaqa qilmang. Yana keyin o'lib qolsa, uni keyin nima bo'ladi? Ukamda bu meni, ukam mana shunday. Mana gap qayerda? Ko'rdingizmi shu gapni? Shunaqading. Siz aka. Bu meni qara, odam atodan tug'ilganmiz biz. Siz o'zbek tilini bilmas ekansiz. Biz odam ato, musulmonlar hammasi aka-uka. Biz odam atodan paydo bo'lganmiz. To'g'rimi? Ha, endi bunaqa. Siz o'zingizni tushunchangiz bilan ana-pana qilmang menga. Ey, asabimga tegmang, bo'ptimi? Javohirbek. Na, siz asabingizga tegmayman, siz asabiylashmang. Koreyadagi hammasi meni akam, ukam. Qanday tushundingiz? Malades, zo'r. Koreyadagi hammasi meni akam, ukam. Bu ham meni ukam. Nozima ham meni singlim. Tushundingizmi? Ana-pana qilmang. To'g'ri shunaqamidi? O'zingizni singlingizni bu arochada olib chiqishingiz qanchalik to'g'ri bo'lmasa? Ey, endi eshitib turing. Siz vobshe boshqa tomonda. Siz xolis bas ekansiz. Bekor siz bilan premyer qilman. Nega? Xolis bo'lib yaxshi gaplashyapsiz, o'zingiz asabiylashib ketyapsiz-ku. Siz unaqa jinnig'ingiz savollaringizni qilmang. Men aytdim, normalniy odamlar sizni kuzatib turibdi. Bu jinnisi emas, bu jurnalistik surishtiruv va bu tupikka tiqadigan savol. Jurnalistik surishtiruvda bunaqa qilmang siz. Qanaqa bo'ladi? Siz oldin meni kuzating. Men qanaqa odamman? Men sizga qanaqa odamligingizni aytib bo'ldim. Men Koreyani har bitta yurgan insonlarni akam, ukamdaqa ko'raman. Meni u bolani men boshida ham aytganman, bu bolani. Bu bola bitta odam degan, Alloh taolo bizni bitta odam degan insondan paydo qildi. Ular uni belidan paydo bo'ldi. Meni tushunchamni tushuningsiz. Tushundim. Siz qaysi oyda tug'ilgansiz? 92. Ne? Siz meni ukam ekansiz, oyiga kichkina ekansiz. Voy, endi boplar. Endi meni pozitsiyam, siz meni tushuning. Bu meni ukam deganim, bu meni radnoy ukam, ammam o'g'li, xolam o'g'li deganim yo'q. Super radnoyizda, ya'ni nima deydi? Aka-uka o'zbek. Ha, aka-uka musulmonlar. Bu hadis bu. Musulmonlar hammasi aka-uka. Tushuntirib beradimmi? Siz yana meni tushunmayapsiz. Men tushundim. Musulmon sifatida, mana birodar sifatida bu aka-ukam do'stsiz, to'g'ri? Gap yo'q. Siz men bu bola menga dalil dushman ekan deb o'ylamang. Bu sizni mana musulmonchilikdan kelib chiqayapsiz. Bu sizni raz ukangiz bo'lsa, Nozima ham sizni singlingiz edi. Bu bizning singlimiz edi. Men nima deyapman? Prosta uni ichib oldi deb otqish bu noto'g'ri narsa edi. Noto'g'ri narsa. Hozir kimni qidiryapsiz bo'lmasa? Kim turing? Men hozir Nozimani qotilini oqtarish uchun, topish uchun, agar shu bo'lsa, biz qanaqa ishlar qilib yurganligimizni siz Amerikada stolda o'tirib olib qattan bilyapsiz. Biz kechani kecha, kunduzni kunduz demasda biz ishlayapmiz. Biz realni biz ishlayapmiz. Ha, xursandman. Nima ish qilib qidiryapsizlar? Qanaqa qidiryapsizlar? Ommaga aytaylik, mana shuncha odam kuzatyapti. Ha, ommaga aytinglar. Eshitib turing. Nima qilib qidiryapsiz? Qanaqa qilib qidiryapsiz? Meni xotin. Bu eshitib turing siz. Bu xotin o'zini qilgan ishi uchun, kasbi uchun, o'sha siz aytayotgan mutaxassisligi uchun Allohning oldida o'z javob beradi. Men buni muhokama qilmayman. Lekin mana shu ishda
Mana shu Nozima ishi bo'yicha to'xtab turing. To'g'ri gapiryapsiz. Siz bu aytyapti sizni. Bu shuna deyapti, tushundingizmi? Endi bu aytyapti, men emas. Endi bu inson Alloh oldida javobini beradi. Men buni muhokama qilmayman. Men har doim kim gapirayotganligiga ahamiyat bermayman. Nimani gapirayotganligiga ahamiyat beraman. Bir o'g'ri ham to'g'ri gapni gapirishi mumkin-da. Bir olim odam ham yolg'on gapirishi mumkin-da. Men shuning uchun bu fohish ekan, bu nukan deb turib, uni gapini kim gapiryapti, o'zing kimsan, nima deyapsan degan ma'noda emas. Haqiqatni gapiryaptimi yo nohaqlikni gapiryaptimi deb turib, men shunaqa ko'z bilan qarayman. Endi bu ayolda siz noto'g'ri kelyapsizlar bir-birlariga. Yo, bu ayolni qo'shmay, men sizga ertaga video reel qilib chiqarib o'zingiz nimaga bu ayol bilan yuribsiz deganingizga, bu ayol aynan mana shu ish bo'yicha Nozimani oldida 2 yilmi, 1 yilmi yurganligi uchun juda ko'p narsalarni 5 oy ekan. Kerak emas gap gapiryapsiz, aka. Umuman birinchidan qotib ham qoldi. Eshityapsizmi? Juda ko'p, endi eshitildi. Juda ko'p Nozimaga aloqador narsalarni bilgani uchun, keyin o'sha Melisaxonani oldida uyi bo'lganligi uchun, birorta muammo bo'lsa Melisaxonaga g'ir etib kirib chiqqanligi uchun, tilni bilganligi uchun bu ayol bizga xolis Nozimani